أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: 4. فصل في معرفة أصناف التغيرات الحادثة عند المشتري وحكمها. Hem de setip algandan keyin setip aluvchining qo'lida bu tovarda bir o'zgarish bo'ldi deydi. Bu o'zgarishlar qanday turga ayrildi va uning hukmi nima? Ma'lum tag'ayyurat, uyub emas ma'lum. Tag'ayyurat o'zgarib qolgan, sal qardab qoldi, sal semirib qoldi, bunda gaplar. Peki ayib deb aytilmaydigan. Va imma in taghayyara al-mabi'u 'inda al-mushtari va lam ya'lam bil ayib. Setip aluvchining qo'lida bu tovar o'zgarib qoldi. Bir ayib bakan deydi aslida. Lekin qo'lga bo'lgandan keyin o'zgarib boshqasi o'zgarib ketdi. Lekin oyatning baliqini shunda o'zgarib bo'lgandan keyin undan bildi degan. Fal hukmu fi zalika yaxtalifu 'inda fuqaha al-amsar fi hasab at-taghayyur. Qanda o'zgardi, shuni qarab turib hukmi o'xshash chiqmadi degan. Fa imma in taghayyara bi mawtin aw fasadin aw 'itqin. Masalan, bo'lgandan keyin guppida o'lib ketdi yoki buzilib ketdi yoki azat bo'lib ketib qoldi deydi. Bunda bir o'zgarish bo'lib ketdi. Fafuqal amsar ala annahu fawtun. Qo'ldan ketgan bo'ldimi bu? Vaqti o'lib ketdi-ku. Mesela bo'lgandan keyin turiblam po'g'il o'lib qoldi. Bo'ldan ziyon bizga bo'ldi shu og'adim bu. Og'adimning qo'lda o'lib ketgan. Mesela buzilib qoldi desa, biz ustag'an bo'lsak, o'g'achirib qo'yib qolsa erib qoldi bu. Bo'ldi, ziyon bizga bo'ldimi? Ayt desa, biz akagandan keyin azat qilsak, bo'ldi qo'ldan chiqdi degan bo'ldi. Yani şu ilgisi azat qildan boshqadan azat qilishmi? Degan gibi ilgari shu holat bo'lishi bilan undan keyin shu aslida bunda bir aytning bog'liqligi bo'lgan narsa demoqchimi? Masalan, annahu qawsim va yarja'u mushtari al-bay'a. Masalan, o'lgan bo'lsa, uni o'lgandan keyin na'amda suratisidan o'lib ketsa, masalan, ayında bir o'zgarish bo'ldi. O'zgarish bo'lgandan keyin shu o'zgarish orqali biz buningdan burun bunda bir epakan deb tutib qolgandan keyin sen menda e'tiqodni setgansan, men saqlab shomada to'liq pul bergan. Bu aybi qarta sen menga to'lam to'laysan demdi bu. Bunda desek bo'ldi. O'lib ketdi ya buzib qoldi deylar. Falfuqal amsar ala annahu fawtun. Demak bu anda bo'ldi ketdi demoqchi ekan. Fawt degan yani qo'ldan ketdi. ويرجع المشتري على البائع بقيمة العيب. Lekin aş ayibning qimmatini bağlab satqıchidan to'ltib oldi. Bir ayında bir yurak izya bir chatqi banas bo'lgan bo'lsa, shuni to'ltib oldi demoqchi ekan. Qullarga ba'zanasiga bu nimani qanday bağlaymiz desa, o'zim ol deydi. Mesela ma'qulda bunda bir chataq bor desa, ma'lum yo'q. Chataq ba'quldan chataqli ikkisini bağlaymiz. Ikkisining farqini qilsak, shu chataq sababidan kemiyib ketgan qimmat şu çatakның qimmat oldu deydi. Mesela adetda chechi yo'q bir qul deydi, toz. Chechi var bir qul. O'xsha ikki qulni mesela bozorda chechi bor bo'lsa 10 ming koy, chechi yo'q bo'lsa 8 ming koy, 2 ming koy, chechi yo'qlikning qimmati oldu. Ve qala Ata ibn Abi Rabah la yarji'u fil mawt wal itq bi shay. O'lib ketishda, azat bo'lib ketishda aytning pulisini to'ltanmaydi deydi. La yarji degan pulini ba'dat asatqishiga to'ltish uchun qaytanmaydi deydi. وكذلك عندهم حكم من اشترى جارية فأولدها. Mesela bir dedekni setib ondan bir farzand ko'ribdi deydi. Tug'diribdi yani. Tug'dirib bo'lgandan keyin bu ummolat bo'ldimi? Ummolat bo'lgandan keyin buni yandirib uni qilolmaydi. Qilolmagandan keyin lekin buni bir ayb bo'lgan bo'lsa, to'ltamdi to'latmamdi desa, ata larji bir şey. Boshqalar to'ltadi degandek. وكذلك التدبير عندهم مدبر bo'lib qolsa shunday. Mudabbarna bizning yanto, yani mendan kim qalsan sen azar. Anta hurrun ba'da mawti degandek. Va huwa al-qiyas fi al-kitaba. Sen manch pulni manchiga bo'lib, masalan, 5 yil ichida 5 ming ko'y kelpasan sen azar degandek. Mukataba kelishmi? Yani shunda dedekni elib uni tug'dirsa, mudabbarada, mukatabda shunga o'xshash demoqchi ekan. Şunga o'xshagan nima deb iboratmish kerak? Qaytaranmaydi. Dedeklar uni bir farzandga umulat bo'lib qoldi. Lekin umulat bo'lgandan keyin bir aytni bilib qoldi. Burun bakan voy. Aytni nimadan setib chiqqan. Yoki bir qulni oldi, tadbir qilyapti. Mendan keyin sen ko'r dedi.
yoki mukatab qilib tutishdi. Mana shularga kelpasan sen verdi. Azat bo'lgan ekan. Endi buni bir to'xtamlashib bir bog'latgan, yani azat qilayotgandek bir ishin, azalqi bir butunda setdi buni. Shu chaqda undan aybni ko'rsa, asatdan o'jayindan tultamdo deydi. Şu et kıyanma şu azat kılıyorsa diyecek. Bayatın et diyen aşında eyip bir konuda eyipini okumayla setvelep kim azat kılıyordu. Azat kılıyorken kim karısa onun bir eyip bakın. Şundan ondan o kulunu kayıtırıp edeyse azat kılıyorgan. Nakılda onun eyipi karta tülem tülegin deyik. Ve amma tagayyuruhu fil bey'i. Tagayyuruhu fil bey'i diyen onu setvaganın kim başka bir adamga setip tuttu. Koldan çıkırıvettadır. Çıkırıvetkenligi setip bulap o adam epkit atkan çalında karısa onu bir eyip var. Ya ki o setvaga adam sagakirek adam bolsa gatçıdan setip bulgandan keyin bunda çatqaken de bu ekelishi mumkin. Yani bu setvagacha qo'ldan chiqarib etgandan keyin setib, ondan ayında bir o'zgarish bo'lsa demakchi. Yani eyibni shu chaqda bilsa demakchi. Fa inna muxtalafu fi. Fa qala Abu Hanifa va Shafi'i idza ba'ahu lam yarja bi shay. Setib etgan bo'lsa, dastlab ag'a adamdan jinas sultanmaydi. Hozir bir narsani men oldim, chiqingaradani setib etdim, qo'limdan chiqarib etdim. Chiqarib etgandan keyin uningda bir ayib borligi ma'lum bo'ldi. Shuni bilgandan keyin men o'zim olgan odamdan pul to'ltadim nima, to'ltanmaydi demakchi. وكذلك قال الليث أبو حنيفة شافعي والليث بل إمام أحمد بن الليدون شو وأما مالك فله في البيع تفصيل إمام مالك وبشكرني ستتبقى تفسيري بالطرف قلمزد وذلك أنه لا يخلو أن يبيعه من بائعه منه أو من غير بائعه وده ağan adamga setiş mümkün. Şimdi bir adamga setiş mümkün. Mesela bir konu setip algan bolsa, bir müddet o'tgandan keyin satqa adamga setib qilishi mumkin. Yani zaman cho'gilab, ay ilgisi o'zi olib qilishi mumkin demoqchi ekan. Yani buni anda ba'zilarga yomon niyat bilan bundan muqisaq minbulda ayna o'tdi. Yani yiqilishib qoldi ayniga. Bu anda nisirak setish vaqti. Ma'an naqsetib, keyin naqset oldi. ولا يخلو أيضا أن يبيعه بمثل الثمن أو أقل أو أكثر. Yaki konigiske yaki başka bir adamga satsa, yani üç xil ehtimaldan xali emas. Ya öz ağın bahsetishi mumkin, ya uningdan to'g'ri ya yuqori. Undan keyin 6 ehtimollik bo'ldi buningda. Fa in ba'ahu min ba'ihi minhu. Ağın adamga satsa, bimitli taman shu bahada fala rujulahu bil aib. Bu chaqda aybiga pul to'ltib o'tamaydi. Shu adamda ağın, şu adam şu xuddi muqaddir baganda bir ish bo'ldi. وإن باعه منه بأقل من الثمن رجع عليه بقيمة العيب. Eğer setibqasa şu adamның özgə bu çağda ayıbның qimmatını töltüdü. وإن باعه بأكثر من الثمن نظر. Eğer qimmatraq setibqasa ahval qaraymaz. فإن كان البائع الأول مدلسا birinci satqa adam aşında qo'yayotgan ahvol bo'lsa aybni o'gab ay aliman bil aybi lam yarja al awwal ala thani bi shay. Birinci satqa adam ashayni bilib turib yo'gab turib satqan bo'lsa u chaqda birinci satqa adam ayni bildi ekan shunami ayni bilib turib satqan bo'lsa lam yarja al awwal ala thani bi shay. Mush avval kim ala thani kim? Avval satqi. Birinci satqi. Bilib turib satqa adam ikkinchi adamdan pul to'ltanmaydi demiş. Ve illem yekun mudallisan bu özümü okumaydı iken, okumayı setipti. Raca'al evvel ala thani fit zaman. Bunda olan iken ikincisinden azraq pul töltü oldu iken. Ve thani alal evvel aydan. Anadın mamanından töltü oldu iken. İkilisi yani birbirine töltüşüdü iken bunlar. Çünkü ben okumayı satqanıda okumayı alır ki eyip bakende eyipini karşılık pul töltü iken ama okşaş mama eyipliklerine aptımanda o mu töltü iken. وينفسخ البيعان شكل سوداء من بيكاو كده ده ويعود المبيع الى ملك الاول اول دي اساس صدقه دينك شنو ملكه قايت ده فان باعه من عند بائعه منه غير بولش كده سنجي غير مو ya gayri degan to'g'ri bo'lishi kerak ekan. Chunki mana bu endi ikkinchi turiga keldik. Bayatan qilsa, og'a odamga setishdi. Mana bu og'a odamga satmay, boshqa bir odamga setish. Faqal ibn al-Qasim la rujua lahu bi qiymatil ayb. Shun shaxs setib qolsa, birinchi satgan kishidan u aybning qiymatini qaytarolmaydi deb. Misli qavli Abi Hanifa va Shafi'i. Ha, yuqorida Abu Hanifa va Shafi'i qaytarmaydi degan to'g'ri. شنو أوشش وقال ابن عبد الحكم له الرجوع بقيمة العيب وقال الشاب يرجع بالأقل من قيمة العيب أو بقيمة الثمن الشاب دبتو قايس أزوسا شن تلتدو ايتنن قمت أزوس شنو ياكي باهانن قمت دبتو شنو باهانن قمت كاشون ونش بقلنا قدا نين جابش قيمة الثمن دبتو
Eyipten kıymeti enak şuna ama mesela 100 koy desek oldu. Onu bir kıymeti tamam diyen. Ona değil bu çıkıştığının bahası başka oldu dedi. Peki onda turuplan bunu elden sezletken bolsa kim baştaki eyipten kıymeti mesela 15 koy desek kim şuna 15 koy sezletişi mümkün. Daha kim bu kısımda ne kıysak ya 20 koy satkan bolsa 15 koy eyipten kıymeti o az olan kim olurken hani bu 15 koy olsa 10 koy sezletken bolsa az olsa azın toltuduymuş. Qaysi az olsa şunu toltudu. Hada iza ba'ahu bi aqall mimma ishtaragana. Ajra setib qashunda buldugu. Ve ala da la yercu iza ba'ahu bi misli thamani aw akthar. Undan ekan öz bahası setib qalsa, yoki onun jiqroq bahası setib qalsa, pul toltib o'tmaydi. Çünkü öz bahası satsa yoki jiqroq satsa jam bo'lmaydi onunga. وبه قال عثمان البتي ووجه قول ابن القاسم والشافعي وابي حنيفه يعني جمهورن قرشي ابن القاسم hozir jumhurga o'tib ketdi-ku. Bularning dalili nima desa yoki tahlili annahu idza fata bil bay' yani setayotgandan keyin u qaytirish qo'ldan ketdi. Shunami? Fatar raddu bi bay'ihi lish-shakhs ath-thalith machi. Faqat akhadha ibadan min ghayri an yu'tabara ta'thirun bil ma'i. Demak u hech qanday ta'sir ko'rsatmay saq satalgan bo'ldi bu. Bayıqlıqı çanmıdığanda Kaççıda setip pulunu alaldı bu. Fidelkel ibad. Ellezî ve semen. Ondan iken aş eyip hazır o bahane tuluk erişti tesir göstermeyen buldu. Bedelini hep buldu dedim. وَلِذَلْكَ مَتَى قَامَ عَلَيْهِ الْمُشْتَرِي مِنْهُ بِعَيْبٍ setvağı adam kaçan iken eyip bakendi. Köz eyiptimizin tapsa raca'a alel bâi'l evvel. Hazır mı oturttuğu adam hazır bunun hiç kanda münasip yok ki. Kol tonuydu da mesela maaşılda ağan bu onda şatvaken dese o kişi kopap aynı adam gibi berağında köz koydu. Kuda mesela biz zavuttan bir narsını aldık bir velisiz dediğimiz. Velisiz edip dükkanda sattık. Satkan iken şu kaçılanlarını koşturup sattık mı? Erkekki adam bunda karşı güzelleri tüyüşüp güzel bir kandakken. Anken bizden dükkana gelse aynı zavut eşek aparında köz koyken. Ben anından satış diken mi? Hiç şunmandık. Birkaç birinci satışçı şundan değişirken bu. Muşunda demek şikayetir bana. Cumhurun ona bila khilaf. Cumhur bunda karar iken. Demek bu iş doğru iken. Ve vecihul kavle thani, ikinci karaş, ay Malikil'deki bazı karaşlar asaslanğını teşbihahu el-bey'a bil-'itq so'satni azat qilayotishga qiyos qildi bular. Xuddi azat qilayotib qolsang, hech qanday to'ltanmaydidan, shunami? Shuni o'sha setib qolsangmi, to'ltanmaysan demoqchiman. Bu ikkinchi qarash nima demoqchi-da? Bu bilan bir tafsiliy bir gichivachan qarashni o'tirib qo'ydi. Demak, azat qilgan bilan o'xshash debtanda, endi deb turlar shirkatmay. ووجه قول عثمان البتي وأشهب أنه لو كان عنده المبيع لم يكن له إلا الإمساك أو الرد للجميع. كل ده شو توار بلبقان بوسا يا أبقلت يا كي هم من خيطرته فإذا باعه faqat akhada iwad zalika thamanan uni satgan bo'lsa uning bedelini qo'zg'ab bo'lgan bo'ldi falaysa lahu illa ma naqasa ajan satqasilam shu chaqdan talab qilish shaqovadi illa yakun akthar min qiymatil ayb faqatlam ayibning kam bo'lib qolgan ayibni masalan biz necha pul mo'ljalida bo'lsa 15 kun mo'ljallasak endi uni keyin ajan setib qoldik biz 10 ko'rsatdik u chaqda ajan bo'lib qolsa bu boshqa lekin faqatlam kam qolganini oladi dedi. Bu bak murakkab qarashgan ma bu. Zirib bo'lmaydi. فليس له إلا ما نقص إلا يكون أكثر من قيمة العيب وقال مالك إن وهب أو تصدق رجع بقيمة العيب أما ما باش مثلا ستشمس مثلا برشيء هيبق بريوتو يا صدق بروتسا صدق بروت كندين bu صدق ağan adamның qul turib Müslümandan nasıl man biriotlar onun bunda satqaken deptimiz. Yani ki dep onun satqalını qışqırıp şu ek qarta tulam alalımdı. İmam Malik alalaydı de. Ve qala Abu Hanife la yerja. Sizin lama? La yerja. Tultanmaydı o. Yani ibadahu aw sadaqatuhu tafwitun lil mulki bighayri ibad mana. Bedelanmaylam qo'ldan chiqarib shu. Igdorchilikni qo'ldan ketkizishdan iborat sadaqaganlar, iba qilganlar. Waridan minhu bidalik talaban lil ajr. Men savob qilishman deblam, shundan boshqalarga bedelsiz berib etgan bo'lgan ekan, fayakun ridahu bi isqat haqqil ayb awla va ahra bidalik. Endi bu buni noite to'g'ri yaxshi savob izlaydigan odam ekan. Ya'ni keldi bakadan baka hammani birib oladigan odam bu ayb masalasini merdib kechirib razilab ketishni albatta xohlaydi savob qilishdan bo'lgan ekan. Bunda deb bilsak, aka og'iz adam
Acaba belki çok sürtüntü diye bakırdım. Şu satıp aldı acaba ağaya verip sürtüntü senge. Ha, bir temasındaki cevap veriplar. Cevaplar macera akıtı kupudur. Esasında buluş gerek mi? Cumhurning qarshisi shunda bo'lgan ekan. Mesela madan sadiq beryapti. Do'kondan elayotgan qul. Yani buni qo'lga olib bo'lgan ekan, satashib qolsa, u sadiqlaganma, silbagan narsa undan chiqarganda. Bunda deyish bo'lmaydi. Savdon qo'ng'itishda bu odamni avar qilib. Bu odam gap qilmay, javob berib, "Mas'ul sadiqama satashni almashtirib turamiz" deyishi mumkin. Men biroz muvaffaq gap bu. Lekin İmam Abu Hanifa bu savoblik izlagan ekan, bu ayibni pul taltiman demay bir rozi bo'lib ketsa, yana bu tarafdan savob berishgan bo'lgan ekan, bo'ldi-ku demoqchi ekan. Lekin bu savob berish nimamda u odam o'zining ixtiyori bilan bo'ldi endi. Sen qaytara olmaysan, majburiy savob berish demay odamni. Chunki ba'zi odamlar bir odamga sadaqa berishni, ma'lum sadaqasi muvofiq deb qilish mumkin. Lekin u zavod, bu odamga mayl etib, bu zavodning savob bo'landi, bo'lmandi bizga gap. Mayl deyapsa وأما مالك فقاس الهبة على العتق منا إمام مالك هبنا أزد قلت كنغ أخشطان ومن قلدن شخرت أزد قلت كنغ يستبتون وقد كان القياس ألا يرجع في شيء من ذلك إذا فات ولم يمكنه الرد أصل قياس قنداتا أشو جمهورنا مذهب بويجا قلدن ketganligi bilan mesela et qildi, hiba qildi, mundaq desa, ayibning o qarshilik qaytarılması kerakdi. لأن إجماعهم على أنه إذا كان في يده فليس يجب له إلا الرد أو الإمساك. Çünkü bu da icma qilgan. Aşı narsa qo'lda bo'lib qolsa, ya qaytarib o'tish kerak, yoki qo'lda olib qolish kerak. Ikkining birini. Unda aybni bog'lab turilish yo'q deydi. Bu hamda bu ijmo nima dalil deydi. Ala annahu laysa lil aybi ta'sirun fi isqat shay'in min at-thaman. Undanki ayb badab buning bahasini tushirib masalan 100 koy qalgan ma ayb bo'lganlikdan 10 koyni bu 90 koy umunda tushirib qilish bo'lmaydi deganlikning dalilimiz ijmo. Va innama lahu ta'sirun fi fasl al-bay' faqat. O aybning ta'siri faqatlan so'zning buzib o'tishgan. Ya alama ya almayman endiritma deyalisi buningda. Wa amma al-uqud allati yata'aqabuha al-istirja'u kar-rahni wal-ijarati hamda ba'zi to'xtamlar bor. Bu yata'aqadun bunda kep turadigan nimachi. Qaytirib oladi, yana birdi, yana qaytirib oladigan bunda almashtiradigan so'zlar. Mesela rani qo'ydi. Rani qo'yibdi, yana oldi, yana rani qo'ydi, yana bunda qaytirib oldi ashliqqa. Ijara, bir aydan ijara qo'ydi, yana qaytirib oldi, yana ijara qo'ydi, yana qaytirib oldi. Faqtalafa fi zalika ashab Malik. Faqala Ibn al-Qasim la yamna'u zalika min ar-radd bil-ayb idha raja'a ilayhi al-mabi'. Mesela setvaguchi buni rani qo'ydi. Nima? Yani rani qo'ygan bilan bu qo'ldan chiqayotgan setayotgandek narsa emas. Yana u qo'liga qaytib oladi. Yani uyini apti, uyini ijara qo'ydi. Ijara qo'ygandan keyin bu uyda o'tirgan odam sizning uyda bunda setaqa ekansa, qo'y endi u ijarachi qo'yib ketgandan keyin qo'liga topshirib oldi-ku uyni. Olgandan keyin undan o'chaqda satgan odamga ma uyda bunda setaqa ekan deb nima oladi demoqchi. La yamna dalika min ar-radd bil ayb. Uyini qaytirib burdi demoqchi ekan. Ayb pakem mavjud. وقال أشهب إذا لم يكن زمان خروجه عن يده زمانا بعيدا كان له الرد بالعيب. Qo'ldan chiqayotgan chaq bak uzrab ketmagan bo'lsa yandirib beraydi. Qisqa vaqt ishidlan. Lekin uzrab ketsa yandirilmaydi demoqchi. Va qawl Ibn al-Qasim awla. Ibn al-Qasimning qarashi shu tarjih qilindi, ya'ni shu jumhurning qarashi shu deydi. Ya'ni qaytirib beraydi degan qarash. Wal hibatu lis-sawabi 'inda Malikin kal bay'i fi annaha fawtun. El-hiba lis-savab deganda ma'ni yo'lliq tutay, umanda menga bir hadiyalik kelsin deb qaytirmasni o'ylab hiba qilishqa. Ashunda hiba qilayotgan ahvolda Imom Malik nima ekan, bu setayotganga o'xshash. Ya'ni bu qo'ldan ketgan, bu aybi qarta nima qilmaydi. Bir narsani bir odamdan setib do'kondan bir odamga yo'lliq tutdi. Menga buning o'rniga bir obdaq narsa ekiladi. Qanday kim qarasa bunda ayb bor ekan. Bu chaqda onun aybiga qarta ayb pakanda qaytarilmaydi demoqchi. Qo'ldan ketdi bo'ldi. Yo'q, qo'ldan ketdi degan fot degan. Fata an yarja'a lil bay' degan. أتردد قولا سر على أنه فوت ويرجع المشتري عن البائع بكما تقدم. Şu ölse qo'ldan ketgan bo'ldi deydi fuqar. O'lib ketsa bo'ldi fot o'rkit. Qaytirish imkonsiz uni, ha? Hajat qilmasam shunda dedi. فهذه هي الأحوال التي تطرأ على المبيع من العقود الحادثة فيها وأحكامها. يقول قلا bir tovarga shunda bir ahvol kelib qoladi. Masalan, o setib olgan tovarni biz ozod qilib o'tishimiz mumkin, setib o'tishimiz mumkin, hiba qilishimiz mumkin. Mushunga munosabatlik o'zgarishlarga chetish ahvollar va shuning ahkomlari deydi.
Babun fi turuvin nuqson. Setilgan tovarga kamtuklik kelib qolsa. Tara degan tuksiz kelib qoldi degan. Turuv degan ya'ni kelib qolish. Wa amma in tara ala al-mabi'i naqsun fala yakhlu an yakuna an-naqsu fi qimatihi aw fi al-badani aw fi an-nafs. Amush tovarga bir kamlik kelib qoldi. Bu kamlik şu tovarning ya qimmati bo'lib qoldi, bozor tushib ketdi masalan. Yoki bedende mesela hayvan ya qul bo'lib qolsa, bedende kamlik bo'lib qolishi, ya uruqlab ketdi, ya qo'ldan ayrilib qoldi masalan. Aw fi an-nafs yoki fi an-nafs degan mesela axloq, tabiat deganlik. Endi fi an-nafs esa jon deb qilgan bo'lsa, shu o'laplamam deb yo'quldan bo'las. Lekin ma fi an-nafs degani biz yuqori dars degandek axloq munosabatlik. Burun bak isil rasulga qilgan qulti bu. Turiblam yolg'onchilik qildi masalan. فأما نقصان القيمة لاختلاف الأسواق. يعني bahası igiz pas olab, bahası çıkıp ketip qalsa, bu bazarning igiz pas bo'lganligidan bo'ldi, tabiiy ahvolim. Uningda hech kimning bir qo'li yo'q. فغير مؤثر في الرد بالعيب بإجماع. Amma olimlar birdek ittifoq bu shaklda buni ayb hisoblab bahas ketdilik. Uni qaytirib bag'il bo'lmaydi. وأما النقصان الحادث في البدن فإن كان يسيرا غير مؤثر في القيمة فلا تأثير له في الرد بالعيب. عند بدن ديك كم تقلب قاسا azg'ina bir narsa olib qilib qimmatiga bahasiga ta'sir ko'rsatmaydigan bo'lsa ayiblik deb yondirib bag'ili bo'lmaydi, uni ta'sir ko'rsatmaydi. Kichikgina bir g'ijilib ketdi mashina masalan. Ya qulning ya hayvonning yurishida bir kichikgina surilib ketgan bunda ahvol bo'lsa, bahasi tushib ketmaydi ekan buning bilan. Unda ekan buni bunda ayibva deb qaytirib berish masalasi bo'lmaydi ekan. Wa hukmuhu hukmul ladzi lam yahduth. Hech shumandek bo'ldi. Va hada nassu mazhab Malik va g'ayrihi. Yani bu Imom Malikning mazhabida nassan shunda aniq degan masala va undan boshqa fuqahalar, yani jumhur, asos ko'pchilik olimlar shunda qaraydi deydi. Yani qimmatiga ta'sir etmagan ekan, uni bilan qaytirib bermaysa deydi. Bunda ishlar bak jiqimdi. Masalan, ya ishkap olamiz, ya o'rindiq olamiz, binosi olamiz, uyga kelib qolsak bir yeri shunda aksikkina surilib ketgan yoki ishlar bir rizilib ketgan. Bunda chiqishim uni ham da opirib endupirtdan deb o'tag'ilmaydi. U narsa odatda shunday o'tkash jarayonida surilib ketadigan ishlar bor. Uni bilan bahsim tushib ketmaydi. وأما النقص الحادث في البدن المؤثر في القيمة البدن ده عشان ده كم تكتبول ده كان قيمتين شروط الغان كم تكتبوسا فاختلف الفقهاء فيه على ثلاثة أقوال أحدها أنه ليس له أن يرجع إلا بقيمة العيب فقط عشان غزل كم بوسا يبجر سنك كم بوسا شو سنقنا قلنا على ذلك وليس له غير ذلك من باشقة بالناس كلام İza abal bai'u min ar-rad. Satqıcı qaytirib bermayma deb turasa, yondirib bermaydi ekan. Lekin shu ayiblik qimmatini qaytirib berdisi bo'ldi deydi. Bu hamda masalan savdo qilib bo'lib, pulga topshirib, elishdan ilgari bo'lgan o'zgarish bo'lish kerak. Shunami? Bu topshirib apolab uyga ekib bo'lib, yerini sundirib nima qilsa, zado o'zi mas'ul unga. Lekin savdo bo'lib bo'ldi. Tavşirib ilishdan ilgari sunib bir ish bo'lsa, demakchi o'xshaydi. Va bihi qala Shafi'i fi qawlihi al-jadid va Abu Hanifata. Imom Ahmad ma bir rivoyatim shunda debdi. Va qala Thawri laysa lahu illa an yurda. Qaytirib berishdan boshqa chora yo'q debdi. Va yurdu miqdar al-ayb alladhi hadatha indahu. Demak endi bir ishga olibdi, shunda bir yerni sundirib bo'lib, qaytirib bermay deb akasa, Thawri debdi, qaytirib berdi. Qaytirib berib, shu qo'ldagi chaqda sundirib o'tgan, bir qanday qo'ygan ash ayibning qimmatini to'laydi bu demakchi. Va huwa qawl ash-Shafi'i al-awwal. Yani Imom Shafi'ning qadim va jadid ikki qavli bo'lgan bo'lsa, ma'vo kona so'zi shu ekan. Situatsiyaning qishida yuz bergan nuqsonlikmi? Ha, shu situatsiyaning qo'lda yuz bergan ish ekan. Masalan, bir ishkapni oldik, bir mashina oldik. Uni ep ketib uyga olib qo'yib bir yerni chaqirdi, aynakimiz chaqildi, bir ish bo'lsa, shundan ko'tarib kelsa, o'zidan chaqirib tursa, qaytmayman deb turoldi sotuvchi. Hozir bu qaytirsandan do'q yo qaytmay boshqa bir chora qilaman do'q desa, ma favoriy debdi, qaytirish kerak buni. Qaytirib, saqin oldi ekan.
lekin achchiq o'tgan aynakning pulisini achchiq o'tgan odam to'laydi demoqchi ekan. Wal qawlu thalithu qawlu Malik innal mushtari bil khiyar bayna an yumsika wa yada anhu al bai'u min ath-thamani qadra al-aybi aw yaruddahu 'ala al-bai'i wa yu'tihi thaman al-ayb alladhi hadatha 'indahu. Bu qanday gapken desek, biz malni topshirib ep buldik. Ep bo'lgandan keyin bu malda o'zgarish bo'ldi. O'zgarish bo'lgandan keyin qarasak, bu malning bir aybi bor. Ishlatib ya bir qanday bo'lgandan keyin qarasak, bu malning asli aybi bor. Ishlatib? Mesela gaz uçakını ekerler, işletler. Keyin az qarasalar, gaz uçağının üzerinden aynak çakılıp. Ondan keyin qaytirib beraysan, uni ishlatgan. Ama ya bir narsa qurab ketdi ya ko'nirdi mesela. Endi bo'lgandan keyin qaytiranmaydi deydi. Qaytiranmay, burunqi ayibning çakılgan aynakning pulisidan do'konchida ilib oldi demoqchi. Biz tovarni olib bo'lgandan keyin bu tovarda bir o'zgarish paydo bo'ldi. Ya ko'nirib, ya ishlatdi, uruqlab qoldi ya bir qanday bo'ldimi? Yani şu çağda qarasak bir ayib bor asli bunun. Satquchining qo'ldagi chaqda bor ayib bor ekan. Lekin buni ayiblik setib mana da apasak ishlatib ko'nirib qo'ygan tarafimiz bor. Lekin endi ulanmaydigan bir ish bor demak. Bu ish qarshiliq qarta shu xil qarashli bo'ldi dedi. Shu ikki xil kamchiliklar bersa satquchidan bir sotib oladi. Ikki tarafdan ikki o'zgarish bor ekan. Birinchi qarash buni qaytarilmaydi debdi. Yani o ishlatgandan keyin ko'nirtib qanday bo'lganda qaytarilmaydi. Faqatlan shu satquchining qo'lida bulab bo'lgan ayib, asli bor ayibga qarta pulni to'ltidi demoqchi ekan. Walaysa law ghayru zalik idza abal bay'u min ar-rad. Bu satquchi bu o'zgarib bo'libdi, bunda qilib bo'libsa, buni ishlatib bo'libsa, qaraytib bo'libsa, qanday almashtirib turma desa, bu chaqda unda bo'lsa satgan chaqda sunuqkan, shuni pul berganda pul ola oladi demoqchi. وبه قال الشافعي في قول الجديد وأبو حنيفة. Demek bu hazır cumhurning qarashi bo'ldi. İmam Ahmed'in bir rivayette shuna deganiki asas cumhurning qarashi. وقال الثوري ليس له إلا أن يرد. Thawri debdi qaytirib berdi buni. Asli bu so'zlashgan chaqda nima so'zlashgan? Saq narsaga so'zlashgan. Saq narsaga pul to'lagan. Lekin bu ayiblikni beribdi. Qaytirdi buni debdi. Endi bu ishlatib ya qaraytib ya ko'nirtib ya urug'tib keldi buni desa bunday ekan. ويرد مقدار العيب الذي حدث عنده. O'zi paydo qilgan ko'nirtish olamdi yoki ayb qo'yamdi ya uruqiltamdi qanday bo'lsa, shuning farqini do'konchiga to'lab berdi. Endi yanisini oladi demoqchi. Hammadan o'ziniki nimasini ko'tirdi. Va huwa qawl ash-Shafi'i al-awwal. Bu Imom Shafi'ning shu Bag'doddagi qadim qarashi shu ekan. Wal qawlu ath-thalithu qawlu Malik. Endi Imom Malikningki qarashi boshqacha ekan, tafsilroq to'xtalibdi. Innal mushtariya bil khiyari bayna an yumsika wa yada anhu al-bai'u min ath-thamani qadra al-ayb. Setuvchining ixtiyori bor. Ikkini birini tanlash kerak edi. Ya shu malni, tovarni qo'lda saqlab qoladi. Satquchi bahodin azroq tushirib buningga farqini aybga loyiq pulni qaytirib turdi. Bir aynak chaqliq holatda satgan bo'lsa, men sizlardan olgan chaqda bunda aynak chaqliqkan, chaqilgan aynak va narsani beribsa desa, shu chaqilish pulisidan birdi. Lekin tovar sotuvchi qoladi. Yoki ikkini tanlash aw yaruddahu alal bai'i va yu'tihi thaman al-ayb alladhi hadatha andahu. Yoki uni qaytirib berib, o'zi paydo qilgan aybning pulisini to'lab berdi. Demak, bu hozir Imom Malikning qarashi yuqorqi ikki qarashni jamlabdi. Yani ana qisam ixtiyor, ma qarashni tutsam ixtiyor demakchi ekan. Va annahu idza ikhtalafa al-bai' wal-mushtari, ishkala ixtiloflashib qolgan ahvolda, faqala al-bai'u lil-mushtari ana aqbidu al-mabi'a wa tu'ti anta qimat al-ayb alladhi hadatha indak. Mesela ikkinchi qarashni tanladi deylar, ikkinchi ixtiyorlikni tanladi. Men tovarni qaytirib olay qulamga. Sen o'zing chaqayotgan ya qarayib qo'yganimning pulini bergan desa, va qala al-mushtari bal ana umsikul mabi'a. Ya tovar menda qoladi. Sen o'zingning paydo qilgan aybingning pulini bersa deb tursa, mana va tu'ti anta qimat al-ayb alladhi hadatha indak. Bir ishkili esa tovarmanda qolsanizda tovarni tanlashibdi bu. Tovarmanda qolsin, sen o'zing paydo qilgan aybning qarshiligini pul ver deb turibdi. Fal qawlu qawlul mushtari wal khiyaru lahu. Bu chaqda setuvchininki so'zi esa qan tanlasa, shuni degani bo'ldi debdi. Va qad qila fil madhhab al-qawlu qawlul bai'. Maliki mazhabdagi ba'zi olimlar yo'q satquchining hisob deb qaraymiz biz Maliki mazhabda deb taqibdi.
وهذا إنما يصح على قول من يرى أنه ليس المشتري إلا أن يمسك أو يرد pul yok diyen qarashchilarning qarashi bo'yicha to'g'ri chiqdi bu gap dedi. Mushu vaqt qila fil madhab al qol ba degani ya qaytirdi ya bulda ep qoladi unda pul to'ltish degan gap yo'q deganlarning qarashi bo'yicha al qol ba desa to'g'ri chiqdi dedi. وشذ أبو محمد بن حزم فقال له أن يرد ولا شيء عليه. بالناس تلبى ما يلام. هذول إشلات يا بجكنا وزجرت بولد بنا. يا بر أيب نفيدا قوي دستواجه. Şunda boğan boğazımı satqısının ağançalı bir satqı boğan boğasa bunu bilse qaytırıyor diyordu onda bizden söylepansın buldu oldu. Xudan onu cezalığını dersen eytisnasını satqan diken yani işte boğan boğasa mı qaytırıp birma sen satqınasını veripse diyen tarafında. Bu zahiri ilanı karşı ki. Ve amma hüccetu men qala innehu leysa al-müşteri illa an yerudda ve yerudda kıymetul ayb ev yumsik. Setva uchun ixtiyor var. Birincisi ya qaytirib berib, o'zi paydo qilgan aybning qimmatini to'lab berdi yoki qo'lda qolib qoldi. Shundan boshqa chora yo'q deganlarning dalili fali annahu qad ajma'u ala annahu idha lam yahduth bil mabi' aybun 'inda al-mushtari falaysa illa ar-radd. Chunki bir masalada ijmo qilgan. Bu masala nima esa, setva uchun qo'lda ayb paydo bo'lmasa tovarda, u chog'da qaytirib beray deb qolsa, qaytirib berdi. Qaytirib berishdan boshqa chora yo'q dedi. Bu chog'da u pul to'laydigan ish yo'qdi. Ya'ni u ayb burunqi ayb sotqichining qo'lida ayb bo'lgan ekan, ayb narsani olib qolibdi bu. Olib qolgandan keyin qaytirib berma desa, u qaytirib berdi dedi. Shunda bir ijmo bor ekan. Mush ijmoni hozir ma masalada dalil qilib turibdi mavla. فلأنه قد أجمعوا على أنه إذا لم يحدث بالمبيع عيب عند المشتري فليس إلا الرد فوجب استصحاب حال هذا الحكم. لكن مش حكم يعني دوام شكلي وردوري. استصحاب حال دينا مش حكم يعني دوام شيء وردوري. Qaytıranmaydı diyen hüküm adı davamlaştı. Yani ayıpның qimmatini topshirib olanmaydi degani davamlashaverdi demak ekan. Ya qaytirib turdi, o'zi paydo qilgan ayıpның qimmatini qaytirib turdi. Aw yumsik yoki tovarni qo'lda tutib qoldi. وإن حدث عند المشتري عيب مع إعطائه قيمة العيب الذي حدث عنده setva uchun qo'lda bir ayb paydo bo'lib qoldi. Bu ahvolda qanday qildi bo'lsa, o'zining qo'li turib paydo bo'lgan ayb qarta qimmatini sotqichiga to'lab berib yondirdi. Ya'ni yanasini oldi degandek. Ve amma man ra'a annahu la yaruddu al-mabi'a بشيء وإنما له قيمة العيب الذي كان عند البائع بكم قرشته جمهورن قرش oldu. Eyüp'ten pulunu hem tültüdü satışçının yaptı. Bunun delili fakiyasen al-etki vel-mevut yani koldan çıkıp olan kağıt olup oldu düzükler biz. Kağıt olup oldu ahvaldaki okşaş onu kayıt olunmaydı demek çeken. لكون هذا الأصل غير مجمع عليه. Bu etki vel-mevut meselesi de icma yoktur. Ne için icma yoktur ise ata cumhurga qarta hiç kanda bir narsa alanmaydı. La yerci'u fil mevti vel etki bir şey diyente ata. Likavna mesbul. Lakin anlaş. Ma hata oldu. Kıyasen etki vel mevt de bir to'xtadı gap. Muşula etki vel mevt kıyas kıldı. Yani bir kulni aldı. Elip bir müddetiga ölüp ketdi yoki biz azat qilyaptik qo'ldan chiqyaptimi? Keyin qarasa bu ayb tutgan bu qul. Bu chog'da bir narsa to'ltalamdi, to'ltanmaydi dedi. Zaman lekin Ibn Rushd deydi, lekin mushu maqis alayhi asl bilib ketsa azat qilinsa aybini to'ltanmaydi degan qarash bu ijmo yo'q buningda. Asli sen qiyas qilsang muttafaqun alayhi mujma alayhi narsa qiyas qilibdi. Lekin ata mana buni unutmagan. Zaman bu narsa to'ltanmaydi deganda. Lekin shunda olsam bu qarish tarafdagi ataning qarishini tutmagan ekan, o'zining boshqa qarish bo'lgan ekan, bunda avvalda yana mush qiyas ashulga ilzomiy bo'ldi. Ataning qarishini tutimiz deganlar vositda o'g'li qarta aka qilmaydi. Lekin ataning qarishini tutmagan ekan, uning qarta qiyas yana dalil bo'la oladi. Wa amma Malikun falamma ta'arada عنده حق البائع وحق المشتري غلب المشتري وجعل له الخيار. İmam Malik'nin delil nimasi? Bu meselede İmam Malik'nin nazarida setva usulan satqıçının haqqı bir-biriga to'qinishib qoldi. Buni qaysini oldin o'rinni qo'ymasa, mushtarininkini oldin o'rinni qo'yib, uni ixtiyorlikni bermaydi debdi. Nima uchun? لأن البائع لا يخلو من أحد أمرين إما يكون مفرطا في أنه لم يستعلم العيب
ve yu'lima bihil müşteri. Çünkü satqıcı ikkidan xali emas. Ya bu eyibni aniq tekshirmagan deydi. Obdan tekshirmay, andan o'zini to'g'ri aniq bilmagan ekan, satvoqchi obdan buni uqtamagan deydi. Bu bir. Yoki aw yakuna alimahu. Yoki buni bilgan. Eyib borligini bildi tovarda. Fadallasa bihi alal mushtari. Bilib turib, satvoqchidan uning aybini yo'shigan. Bunda kim az satvoqchini sal oldin o'rinda qo'yib, shuningga tanlash haqqini bermas demoqchi. وعند مالك أنه إذا صح أنه دلس بالعيب وجب عليه الرد من غير أن يدفع إليه المشتري قيمة العيب الذي حدث عنده. الإمام مالك تبتو eğer eyibini düşürüp setvagan bolsa, setvagandan keyin bu setvagıçının qo'lda bir eyib bo'lib qoldi bunda. Bu chaqda u o'zining paydo qilgan eyibning qarshiligida pul to'lamaylam, qaytarib berdi debdi. Ya'ni xuddi bo'lgan jazolashdi. فإن مات من ذلك العيب كان ضمانه على البائع. Aş eyibden ölüp ketip qalsa, yani setvaguchi ziyan şunun bo'ldi ekan. Satqıchiga, satqıchi ziyan bo'ldi ekan. Mesela bir narsani satdi, lekin eyib voqe yo'shiribdi uni. Yo'shigandan keyin buni xaridor setib oldi. Setib olib, o'zining qo'lida turib bir eyib paydo bo'ldi. Paydo bo'lgandan keyin, setvaguchining qo'lida bor eyib sababidan, bunda eyib voqe sen yo'shiribkensa deb qaytarib beraman desa, o'zining qo'lda paydo bo'lgan eyib sababidan o'lib ketib qolsa bu qo'l moli ekan. Yanıla shu satqıchi to'laydi ekan buni. Bu bir xil jazodek. Bi xilafillazi lam yathbut annahu dallasa fihi. Onun eybini yo'shimaganligi isbotlangan yoki eybini yo'shudi deb bir isbotlanmagan narsa bo'lib qolsa, satqıchi to'lamaydi uni. Va amma hujjat Abi Muhammad Abu Muhammad ibn Hazmninki tayangan dalil bo'lsa, ya'ni qaytiraverdi deydi-ku. فلأنه أمر حدث من عند الله كما لو حدث في ملك البائع. وأمد تقدر بشانه الله تعالى دين كالدبو دبته. فإن الرد بالعيب نمشن بنامد الله تعالى كالدب مشتري وجكتامي بايعا قيتر بردو نمسه. الله تعالى كاس مشتري مكلات دسه بدلقته. فإن الرد بالعيب دال على أن البيع لم ينعقد في نفسه. Çünkü eyip sebebinin qaytırıp berişinin özü nimani bildirdi? Aslida bu soda tigidan bulmagan, vücut qismagan soda. Yani bağlanmagan soda bu. Lam yanaqid aslan. Çünkü sağlam malını bergen bolsa ondan inaqad olubdi. Bu eyip bilan qaytırıp etadigan şekilde bitken soda bu tigidan soda emas demoqchi. Soda bo'lmaganidan keyin bu mal kimning mali? Satqıchining mali. Nolki ziyan shuning bo'ldi ekan. وإنما انعقد في الظاهر يعني تشقي كورنش صوت بتكندك وإنه كورن اسمه أملا صوت بتمجان وأيضا فلا كتاب ولا سنة يوجب على مكلف غرم ما لم يكن له تأثير في نقصه إلا يكون على جهة التغليد عند من ضمن الغاصب ما نقص عنده بأمر من الله. يعني أبو ظاهر إلانın delili ya Kur'an'dan ya sünnetten bir delil yok dedi. Qanday qilgan? Yani bir narsının eyiplik olup ya kemiyip kalışıda hiç qanday qul olmagan bir musulmonni to'laysan ayibni deydigan bir dalil yo'q. Yani bu setvaguchi hazır. Setvagandan keyin birini chaqvatmadi. Lekin shunda to'sa o'zligidan bu ya ag'rib qoldi, biz qanday bo'ldimi? Buning hech qanday quli yo'q. Quli bo'lmasa, bu kemaytib etmasa uni. Nimaga asosan buni to'lang deymiz? İlla yakun ala jihat at-taqlid. Faqat unda qattiq ig'ir jazolash kerak, adablash kerak deydigan bir ma tarafdan to'laysiz desak, u bir gap deydi. Indaman dammanul g'asib. Ba'zi odamlar nima shu bir narsani masalan bulang talang qilgan birisidan bir narsa, masalan bir qo'yin tatibdi deydi. Qo'yin tatib shunda to'sa bu qo'y ya o'lib qoldi ya qattiq og'rib qoldi, biz qanday bo'ldimi? Lekin bu tatib olgan kishi kiyinimdi ya saqchini qildi ya o'zi qaytirib berdi-da. Qaytirib bergan chaqda osmondan bo'lgan amr minalloh, Allah'dan kelgan bala qazo shunda bir kemiyib ketishning unisini to'lidimiz degan qarash var. Çünkü bu bulaptalıda, bulaptalab tatib olgandan keyin onun qo'lda turib shunda bir afat kelib qolsa, bu to'laydi buni. Bunda adablash lozim deydigan var. Shundan nazarda bunda o'zi sabab bo'lmagan narsani to'ltishi bo'lsa, bu tag'lidan to'ltishi iborat deydi. Zahirinin demek onu bu o narsada bir eydini kaçtan bir payda qilish ishi bo'lmadi. U aşında bir afat tegib, aşında bir
Bo'lib qoldi, uning roli yo'q uningda. Burada size soğuk mesela korkuşlu, soğuk meyli, uzun müddet kutlasın şu satışın ziyan buldu ortada. Hozir sotqichi ko'tirdi demoqchiman. Zohiriylarning gapi mana, ha? Zohiriylarniki o'tib ketdik. فهذا حكم العيوب الحادثة في البدن. Bedende paydo bo'lgan ayblarning hukmi shu deydi. Yana shunda 5-6 xil qarash bor ketdi. İmam Malik'ninki tafsiri bo'ldi. Ve amma al-uyub allati fi an-nafs kal-ibaq ve as-sariqa. Fi an-nafs deganda biz axloqiy dedik-ku. Nafsda bo'ladigan ayblar, masalan, qechib ketadigan bo'lib qilish va o'g'irlik qiladigan bo'lib qilishmiz. Ya kazzoblik. Faqat qila fil mazhabi innaha tufitu ar-radd ka'uyub al-abdan. Qila fil mazhab degani Maliki mazhabda azliq bir qarashda ash badandagi ayblarga o'xshash uni qaytug'lanmaydi debdi. Wa qila la tufid demakchi. Shil qarash ولا خلاف أن العيب الحادث عند المشتري إذا ارتفع بعد حدوثه أنه لا تأثير له في الرد إلا أن لا تؤمن عاقبته. Hem manda bir meselede ihtilaf yok dedi. Yani Maliki mezhepte ihtilaf yok demekçi. Ya umum alimler tutturdu mu? La khilaf hadi beyne fuqaha amsar okşaydı. Mesela setvalıcı bir narsani setvağından keyin bir ayıp paydo bo'lib qoldi. Mesela bir narsa buzilib qoldi. Yoki qo'y og'rib qoldi. Endi uni qaytirib beray deb opirib bo'lguncha o'ngshilib qoldi bu. Ba'zi narsalar turiblamanda o'ngshilib qolgan. O'ngshilib qolsa qaytug'lanmaydi. Çünkü hozirgi ahvol saq. Bunda ixtilof yo'q ekan. İlla an la tu'man aqibatuhu. Faqat davomda hozir o'ngshilg'ini bilan bizdan turib yana avor qilish mumkin. Yoki sal turib yana og'rib qoldi bu deb oqibatini ensirab qolsak, o'chaqda qaytirib berish kerak. واختلفوا من هذا الباب في المشتري يطاء الجارية. Bunda avvaldan bir naqs paydo bo'ldi hamda. Masalan qiz bo'lsa cho'kan bo'ldi masalan. Bunda ahvolda islotlashdi degan gap emas. Shu dedekni elib bilib bo'lgandan keyin qarasa boshqa bir ayb bor ekan buni. Bilib bo'lgandan keyin uni qaytirish ham. Demak, buning qo'lda bo'lgan chaqda bir naqs paydo bo'ldi buningga. Mushunda islotlashib qoldi demakchi. Yani يطاء الجارية ثم يكتشف العيب demakchi. فقال قوم إذا وطئ فليس له الرد وله الرجوع بقيمة العيب. برون قراشتك uni qaytug'lanmaydi, o'sha ayibni baholab qimmatini qaytirib oldi debdi. وسواء كان بكرا أو ثيبا. وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي يرد قيمة الوطء في البكر ولا يردها في الثيب. Billi bo'lganning pulini qaytirib berdi. Demak, dedekni qaytirib berishdi, ama billi bo'lganingga pul qaytirib bergan. Bu billi bo'lgan qanday pul bilan baholangan? Qiz bo'lsa qaytirib berdi ekan, lekin cho'kan bo'lsa unga o'zgarish paydo bo'lmadi deb qaytirib beraver ekan. Va qala qawmun bal yarudduha va yaruddu mahram fiha. Qaytirib berib, xuddi nikohga olgandek mahramini billi qaytirib berdi. Wa bihi qala ibn Shubruma va ibn Abi Layla. Mushlarni shunday qarabdi. وقال سفيان الثوري إذا كان ثيبا رد نصف العشر من ثمنها. Bu munda mo'ljallab vaqtimda. Agar cho'kan dedek bo'lgan bo'lsa, uni elib bilib bo'lgandan keyin bir ayibni ko'rsa, qaytirib berdi. Lekin uni qaytirib berdi. Bahasini kimdan bilmaydi. Radda nisfal ushr min thamaniha, yani qimmatining 20dan birini qaytirib berdi debdi. Yani shuni to'lab bu pulni qaytirib turdi demakchi, nima? Va in kana bikran radda al ushra min thamaniha. Qiz bo'lsa undan birini to'lar ekan. وقال مالك ليس عليه في وطء الثيب شيء لأنه غلة وجب له بالضمان. يعني cho'kan olib qolsa bilib bo'lganga pul to'lab yurmaydi. لأنه خراج بالضمان demak. Yani qo'ldik chaqda bu mas'ulda, uning tamoq berdi, kiyim berdi, davolatdi, tavallatdi, mushuning qarshiligida uni bahramon bo'lash o'zining haqqi demak. Al xaraju bid-daman degan qoida bo'yicha. Bunda asosan Abu Hanifa'dan boshqalarimiz qaytirdi demakchi. Qaytirdi deyken. Bu İmam Malikning so'zi İmam Şafii'ninki o'xshashgan ma'ga. İmam Şafii'ninki o'xshaydi. Ve emmal bikru, lekin ma'nosal tafsilat var hamda. Ve emmal bikru fa huwa aybun yathbutu indahu lil mushtari al khiyar ala ma salafa min ra'yihi. Yani qiz bo'lib qolsa, bilib bo'lgan bo'lsa, qanday bo'ladi bo'lsa, setib oluvchi ixtiyorlik, ichki ixtiyorlikning bisini tanlaydi degan tuqqo o'tgan masalada.
Şunu demek ekan. Ve kad ruya misle hadal qawl an Şafii. İmam Şafii'den mi şunda qarash keldi. Yani muş İmam Malik'nin qarışı muş meselede. İmam Şafii'nin asası yakın. Ve qal Osman el-Batti el-vat'u mu'tabarun fil urfi fi zalika an-naw' min ar-raqiq. Fa in kan lahu atharun fil qimati radda al-bai'a ma naqasa. Yani bu billolash urf odatdagi qimmatini o'zgartirish masalasiga berib taqildi demak. Agar shu urf odatda shunda billolash qimmatini tushiradigan bo'lsa, şu kımmeti qancha kemaydi shun bilan bilib bo'lish bilan. Mesela qiz bo'lsa jiqroq kemayishi mumkin, ama sho'kan bo'lsa ozroq kemayishi mumkin. Chiqib kemaydi. Kemaygan qimmatni nimaga qaytarib turdi sotuvchiga? Wa illam yakul lahu atharun lam yalzamhu shay. Agar hech qanday farq etmaydigan bo'lib qolsa, u pul to'lab yurmaydi bilib bo'lganiga qarta. Hada wa hukmun nuqsan al-hadithi fil mabi'at. Nima shunda qo'lga topshirib olgan tovarni bir muddat ishlatib yo bir qanday kemish yuz bergan ahvolda buning hukmi yuqoriqidek bo'ldi deydi. وأما زيادة الحادثة في المبيع أعني المتولدة المنفصلة. عند يقرق مثلا tam aksi tovar avib qoldirishwa. Ya'ni ashuningdan kelib chiqqan ayrim bir avib qilish. Sağlık ağın bolsa qo'zil deymiz. Masalan, qo'zilsam da ayrim bir avib qilish bo'ldi. Munfasila deymiz buni. Masalan, jumlalardan qiziqgan bolsa, o ziyada munfasila bo'ldi masalan. Qiziqmasa muttasila bo'ldi. Semirib qolgan bolsa muttasila bo'ldi. فاختلف العلماء فيها فذهب الشافعي إلى أنها غير مؤثرة في الرد وأنها للمشتري وأيرم بر زيادة مثلا قوينun قوزسي İmam Şafii'nin nazarında bu satın alışının kolda boğan ziyade olan iken satın alışının mülkü oldu. Daha ki bu eyiplik bir sağlıkına kaytırıp vermek olsa kozunu hep bulup anısını kaytırıp veriyordu. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان mana. Bu da bunun üstü ya tiziki ya junglar çıkıp kalsa faydalanıp yemkaçak verip ne mutluğa. Şunu okşaş bunun bir koza çıkıp kaldı. Sütke okşaşlar. Daha kim bunun faydalanıyordu. Onun karşılığı bu yemkaçak vergen bakkan bo'ldi. Lekin qaytirishda sog'liqni o'zlam qaytirdi, bolasini qaytirmaydi. Yani kozasini qaytirmaydi. Wa amma Malikun fastasna min zalika al-walad. İmam Malik balası bunun dairesi kirmaydi deb istisna qildi. Faqala yaruddu lil bai'. Yani kozolab qalsa ya balolab qalsa qul masalasida balani mo qaytirib turdi demoqchi İmam Malik. Lekin boshqa naslda balki qaytirmaydi demoqchi. Shuni istisna degan gap shu. وليس المشتري إلا رد الزائد مع الأصل. Setuvağıçı asli sağlıklı mesela. Onun kuzusunu mu? Zaidigine kuzusu. Aşını mu kaytırıp vermeye çare yok. Radd diyenine radd edip özgeçsam. Evvel imsak ya graz olup aptalıdı tavarını. Kale Ebu Hanife el-zevaidu kullaha temna'ur radd. İmam Ebu Hanife munfasıl avuç olan iken muttasıl olsun munfasıl olmuş zavaidin hemmesi qaytıranmadan qilib qo'ydi. Lekin qaytıranmagan bilan tujibu arshal aybi debdi. Shu satqıchi yo'shugan yoki uqmay qolgan ayibni satqan chaqda ba ayibning pulisini to'laydi deydi. İllal gallata vel kasb. Faqatlamda galla degine shu narsa teppagan pul deylan. Payda. Teppagan pul olib qolsa qaytirib pas bo'ldi ekan, tamam? Gala ve kesbini mesela bir kullanım kılan bolsak bu kul bizim kulumuzda biz işlettik ya bir yerde medikacılık kıldı mesela bizge pul tepirdi o biz pul tepege ahvalda qaytırıp versek bulardı iken yani biz tepegen pulunu eptiler lekin qaytırıp versek kulunun özünü qaytırıp verdik onun karta biz tamak verdik baktık mesela bunda işte var lekin anda kuzusu olap kaldı mesela temerip kaldı deyimiz manda avuç olap kalsa qaytıranmaydı o qaytıranmagan iken bu eyiplik ep kalgan narsa olan iken satqıcı eyip pulusunu to'laydi demoqchi. Va hujjatu annama tawallada anil mabi'i dakhilun fil aqd. Tayangan dalili İmam Ebu Hanife'nin shu ziyada munfasila shu to'xtanning ichida shu tovarga tava narsa shu deydi. Falamma lam yakun radduhu wa raddu ma tawallada anhu kana zalika fawtan. Endi uni o'zini va uningdan paydo bo'lgan ya qo'zlagan bo'lsa ya boshqa kelib chiqqan narsa bo'lib qolsa, shularni hammani birga qaytug'li bo'lmagan ekan, bu qaytirish qo'ldan ketgandek bo'lib qoldi. Xuddi bil mavti val atqidek bo'lib ketdi. U chaqda o'zi qaytiramaganiga nima oladi? Aybning pulisini to'ltib oldi. Yaqtadi arshal ayb. Shuni talab qilib oladi. Illa ma nassa ash-shar'u min al-kharaj wal ghalla. Illa ma nassahu ash-shar'u min al-kharaj wal ghalla. Taqadlamda al-kharaj bid-daman degandek hadislarda eni qashunda bekitib etgan, shariat ko'rsatgan bu narsalardan foydalansa bo'ldi. Yani chiqimini qilib qo'yib foydalanish bor. Lekin qo'y ishga olib qolgan ekan qo'zlab
bununla kaytıranmaydı o dedi. وأما زيادة الحادثة في نفس المبيع الغير المنفصلة عنه مثلا bir narsa semirip kaldı mesela koya bu gayri munfasil ziyade oldu. Bundan asla فإنها إن كان مثل الصبغ في الثوب mesela bir rakne ilip boyu tuttu bu. والرقم في الثوب yaki kiyimge bir xat besipti. Mayk elip xat besip bulaptı. Xat besip bolgandan keyin bu yerde hiç xiyarlarını bayqaptı. Bunda olsa فإنها توجب الخيار في المذهب. Maliki mezhepte ihtiyarlık keltirip çıkırdı o. İmmel imsak ve rucu bi kıymetil ayb. Ya konulik desek mesela konulik ne yapkılıp aşı ictiqiyanın eytinin kıymetini tültü dikemez. Ve imma firrad. Şuna mesela dedim o. İmma rad oluş gerek. Ya ki kaytırıp durdu o. Ve kavnuhu şeriken mal ba'i bi kıymeti ziyade. Hem de aşı artıklıkın kıymeti de satıkçı olan şirk oldu o da. Mesela bunun kıymeti açtı değil de. Ak maykini elep bunu kar boyattı. Ak ayaklıkını elep yeşil boyattı. Boyatkan iken bunun kıymeti açtı. Dike karısa tüşükken bu yağlar. Ona satkan aç. Ak ayaklık tüşükken de döndürüp vermek. Döndürüp vermek iken boyat çıkıp onu eşbıl sarıp kıygan. 5 koyun sarıp kıygan. 5 koyun ne oldu? Bunu tan tartıdı o demek. Şikerim koyunu bu. Şikerim koyunu onu götür. وأما النماء في البدن مثل السمن فقد قيل في المذهب يثبت به الخيار للمسلم سمرب قاغان من دابر بدنه avıp qalğan semiriştek mında işte bo'lib qalsa Maliki mezhepte setva uçunun ihtiyarlığı var. Yani bir koyunu aldık. Alğandan keyin koy semirip ketdi. Obdan baqqandan keyin. Lekin bir haftadan keyin semirip bo'lgandan keyin qarasak, uning boshqa bir aybi bor ekan. Qanday qilamiz desa, setva uchi yondirib bersimi bo'ladi yoki qo'lda tutib qolib ayibga qarata pul to'lasin bo'ldi demoqchi. Vaqila la yathbut. Yani bir aziz qarashda mushtarining unda ixtiyor qilish haqqi yo'q debdi. وكذلك النقص الذي هو الهزال mesela semirişinin tam eksi uruqlab ketiş, yadab ketiş. Bu mu şunda deydi. Fada huvel qawlu fi hukm at-taghyir. Yani bu kavarda biz setvagandan keyin özgürüş bo'lib qolsa qanday bir taraf qilmaymiz degan munosabatlik hukmi shu deydi. Bizning qo'limizda o'zgardi. O'zgarib bo'lgandan keyin buning aslida bir ayb borligini uqib qolsak qanday qilmoqchi? Hozirsa cho'qim qaytirish kerak ekan. Ma birinchi qarashi, mazhabga qarash yasbutu bil xiyarul mushtari. Setvauvchi ikkining birini tanlaydi. Ya tovarni qo'lda tutib qolib eyipken de eyipli pul alırdı satıkçının. Dükkançıdan pul qaytırıp oldu. Ya ki qaytırıp verip semirgenge qarta pul alırdı o dedi. Semirgenge oldu mu? Semirgenge pul qaytırıp oldu. Hadi mesela koyun seti oldu. Seti olan kim bunu baktık. Baksa semirip ketdi. Daha qarısak bunun üzerinde eyip çıkıp kaldı. Şu çağdan semirip bo'lgandan keyin bayquduk boyaytın. Mezhebning qarshida deydi, mushtari ikkining birini tanlaydi. Jo'qir dedigo, "İman yumsik ya qo'yni ma'ab qilin bo'ldi." Qaytirib ma'ab qilaverma. Lekin sen satgan chaqda unda ayb ekan, o aybga qarta pul to'ladi, do'konchidan pul qaytirib olma. Yoki buni qaytirib berma do'konchiga. Qaytirib berib, semirib qolganlar pul olma. Semirib qolgan bu ikkisi tam olamda, ama ya da vayma raddu va kavnuhu sharikan ma'al ba'i bi qiymati ziyada bo'lgan ekan. Lekin ma semirish masalasi ayrim ma pastamanda deb qo'yibdi. Ha yuqorida semirishdan boshqa nima degan o'sha ekan. Semirganga qo'rnoqmiz. Lekin saqnasi bo'lmabdi-da. Saqnasini bo'lmabdi. Ularga sevib qilmaydi o Ama layıqı degan gapdan ixtiyorlik yo'q demasi bor. İhtiyarlığı yo'q. Unda ikkining birini tanlamaydi debdi. Qaytuvda degan aytdimi? La yathbutul xiyar demoqchi. Mushtarining ihtiyarlığı yo'q. İhtiyarlık bo'lmasin bo'lmoqchi. İhtiyarlık bo'lmasa, ya buni ma yuqorqi masalada bir qitim deb o'tamiz-mi? Yathbutul xiyar degan Maliki mazhabda mana al-qawl al-thalith qawl Malik. Innal mushtari bil xiyar baynan yumsika ve yada 'inda al-ba'i min ath-thaman qadra al-ayb. Mana qo'lda ib qilib bu qo'yni aybga qarta pul to'ltidi satishdan dedi. Ya bunu tanlaydi, ha? Aw yardahu 'ala al-ba'i ve yu'tihi thaman al-ayb alladhi hadathan. Ma'lum da ayb paydo bo'lib qolsa degan gapdi. Lekin ma tam aksi buning. Ayb emas, obdan semirish, mesela obdan nas paydo bo'lib. Bu chaqda bu semirib qolganlar pul olish kerak ekan. Men qo'noq qilib baxtim buningga. Unda semirdi. Ondan keyin pul to'laysa deyish mumkin. Endi la yathbut desa, ya bunda tanlash ixtiyorligi yo'q uning. Qaytarilmaydi degan gap o'xshaydi. Aybni qilishni tutiladi, lekin tovarni qaytarilmaydi. İhtiyarlık yo'q degan. وكذلك النقص الذي هو الهزال
فهذا هو القول في حكم التغيير. Bu şu meselelerde Maliki mezhebinin tafsilatlarına bek çirkip koptu. Bunun başka yerlerde Maliki mezhebinin karşılığını da koyup Cumhuriyet'le seliştirip buna muhtu. Ma kitabul buyutam şunda Maliki mezhebinin çıkrak tafsirlerek bayan kıldı. El-fasl khamisu fil qada'i fi ihtilafil hukm 'inda ihtilafil mutabayi'in. Yani iki taraf talaş tartışılap, cidalleşip kalan ahvalda kanda hüküm biçip koyaş meselesi. Ve amma sifatul hukm fil qada'i bi hadihi'l ahkam. Kaytırmaz, ya pultultmaz diyende hüküm var. Bu hükümler bilen hüküm biçip koyaş meselesi kelsek bu hükümden sıfatı kanda buludu. فإنه إذا تقارر البائع والمشتري على حالة من هذه الأحوال المذكورة ها هنا yukarıda mesela manda buldu, ma ayıp burun baken, ma ayıp men ağınlıkin payda oldu dep işkileyle şuna makul dep işkileyle şunu toxtalsa bunda ahval bolsa vecebel hukmul khas bitilkel hal biz yukarıda bayan kıldık o bil müşteri bil khiyar dok yaruddu el mebi'a ve ya'khuzul arsh dep baktık aşında boyunca hüküm koymuş. Bulan iki taraf ihtilaflaşmagan ahval mı bu? İhtilaflaşmayı, dünyasını tanımay. Mesela benim kulağımga çüp olgan iken rasmi tutunup ketdi bunun. Men mi ikra qilama? Bu satqıçımı? Rasmen satqan çığımda buzukken zaten. Etrafkıga ahvalda biz yuqorida degan müşteri xiyarda yandırdı degan gaplar shu bo'yicha hukm pishib qo'yamiz deydi. Ya'ni bir-birini inkor qilmadi bular. Davom ekan, ashu munosib hukmni chiqaramiz. Fa in ankara al-bai'u amda inkor qilish ahvollari kelib chiqsa, masalan satqıchi inkor qildi. Nimani? Da'val qoimi. Da'val qoim degan nima bo'ldi? Bana ayıp var, yok diye turağım. Ya. Bu Maliki mezhebinin islahı var. Bu başka mezhebde yok islahı var. Ya. Da'val qoim degan, mesela bir uy var. Bir uy var. Bu uy mesela İbrahim Qarın'ın qolda olsun, şu oturatı doşnama. Lekin bu uyni haiz hazır İbrahim Qarın. Bu haiz oldu. Lekin el-qaim ço, bu uyni mesela tokidarisini bir kaçılsa görüp ne qıldıgan. Uy biya çüp kesse onu oşaydıgan. Suyu toxtab ketgan su ulap turdigan. Uyning egisi el-qaim. Yani şu uyga parvish qilib, bütün işlerini qildigan adam. Davomida bizda haiz var, yani birisi qaim var. Haiz şu oyunu hazır ilke tuttuğu. Bu özünün ilgisi olması mümkün. El-qaim bu ilgisi oluşu mümkün. Daval qaim degan satılgan tovarning işlerini qilib turgan adam. Bu hazır muqabilil haiz. Maliki mezhebdan da ayrıydı. Haiz manda qilib qo'ysa, manda. Lekin qaim manda qilib qo'ysa, manda ikkini ayrıydı. Mesela bu oyunun sodisi bo'ldi desek, uyda o'ttirgan adam, yani haiz, uyga qulib selib, ichib pishirgan adam bu haiz. Bu bir xil da'vo qilib, nima qilsa boshqa bo'ldi. Yani bu uyninki haqiqiy egisi olib, şu işlerini qilib, yasab, remont qilib kelayotgan adam bu al-qaim bi amrihi, bi amril bayt. Bunda bir qaim bor desak, bir uyni masalan remont qiladi, o şeydi, qanda bir kashil chiqsa, yugurib qildigan adam al-qaim. Yo'q, mushtari emas hozir. Bu mushtari emas. Hozir satqıchi bor, uyni satqıchi. Bir uyni satdi deymiz, uy deb misollasak, uy setildi, uni satqıchi bor. Endi bu uy hozir setilib bo'lgandan keyin bu uyni davomli parvish qilib, davomli naqd bir adam bor. Yani bu setvaşımı, belki şu oluşu mümkün. İcari oturayotgan adam bor. Bu şunun aşı egisi mi? Yo'q, bu qo'lda paylanib turgan adam bu. Haqiqiy egisi emas. Lekin qoyimchi, haqiqiy egisi bo'lishi mumkin. Navonga aşı setvaçı yoki haqiqiy aşı uy qo'lg'uchga adam deylan. Shu da'vo qilib qolsa, yani bu oyunun bir çatqısı İbrahim Qarın da'vo qilsa, uning ishi boshqacha demoqchi Maliki mezheb. Tushundingmi? Oyunun haqiqiy egisi da'vo qilsa bir gap, uyda o'tirib turgan ijara kash masalan. Mavla da'vo qilib qolsa, uning boshqacha muomala qilamiz. Yani Maliki mezhebda bu uchun ayrı ekan. Bundan bu oyunun haqiqiy egisi da'vo qilsa, da'vo qilmaydi. Haqiqiy egisi da'vo qilsa, ma oyuni sen setgansan, ha? Lekin bu oyunun tam tuşga ya chakka tutdi. Bu hakem bunun to'la deb da'vo qilishi mumkin. Xuddi setvachi da'vo qilgandek. Bu qaim aşı oyunun egisi bo'lishi mumkin. G'aliban egisi bo'ladi bu. Lekin haiz egisi bo'lishi mumkin. Mesela bir oyunu egisi kimligi uqilmasa, İbrahim Qarın 10 yil o'tdasin shu yerda. Bu uyning da turilishi mumkin. Biz jutga shu anda uyli makalli bog'i bir muddat o'tirib, men o'yam bu da turildi ashlo. Ham shu uyda o'tirayotgan odam kim bo'ldi? Haiz bo'ldi. Qabdiliyat, tahtiyadiya shu. Yani vadaliyat deymiz onu. Şu oyunu tutib turayotgan odam haiz vadaliyat bo'ldi. Lekin
bu uyninki burundan shunday yashagan, ishlarni qilib qo'ygan, rasmiy to's qilib qo'ygan hadi malikdan misol bo'lishi mumkin. Al-Qaim bu. Mana shu bayonga. Hozir bu Al-Qaim degani bu uy satqa odamdan bu uy yo'tkalgandan keyin shu uyga mas'uliyat tug'adim. Bu egisi bo'lishi mumkin yoki ashunda bir chetishqa bir mas'ulam. Maliki mazhabda ashunda ayrı ekan. Biz qaim mahallada faiz ekan. Haizdan. Birisi qaim, birisi haizdan. Mesela şu uy to'g'riliq, bu ijara o'tag'adim da'vo qilsa, uyning iz da'vo qilgani o'xshab bilan hozir. Masalan, uyda o'tag'an Ibrahim qarim, birga berib, ma uy to'g'riliq, jiya bunda chiqdi deb jiya da'vo qilsa, birisining ustidan da'vo qilsa, anglamaydim. Lekin al-qaimcho, uni davomli qilib o'xshab turayotgan shu uyning egisi yoki, ha? Vakili mesela. Bu bahsa anlaydı onu. Mesela daval qaim, yani aş uyinin igdaçılık kıldığı adam, dava kıga ahvalda satqıcı bunu inkar qilsa, fala yahlu en yunkira vücudal ayb. Bu ya unda ayıp yoktu deb inkar qilishi mumkin. Ev yunkira hudusahu indahu. Ya ki men satqan çağda o ayıp yok deyishi mumkin. Hazır ikki narsani inkar qilishmasliz var. Hazır unda ayıp yok deyishi mumkin. Nerede unda kim bu saqqomana deb turadi. Bu ayıp emas. Ayıp emas bu. Bu normal ahvolda turilishi mumkin. Yoki men satqan chaqda unda emasdi, bu sizning qo'lingizda bo'libdi deyishi mumkin. فإن أنكر وجود العيب بالمبيع فإن كان العيب يستوي في إدراكه جميع الناس كفى في ذلك شاهدان عدلان ممن اتفق من الناس. با yok diyen meseleler nuqtası adetki adamın işkeylen şuna qarablan baken ya yokken deb şu hesap qo'yib. Adetki adam qarablan bilalga ayıp bo'lsa. Mesela tamda çek var mı ki yok mu kendisi? Qarablan çek baken deb pasa bo'ldi. Yo'q kendisi yo'q bo'ldi. وإن كان مما يختص بعلمه أهل صناعة ما لكن برا كسب أهل اختصاص أهل بلا يدغن عادة كلام بلا ما يدغن أي بلاب قاسا شهد به أهل تلك الصناعة أشند آدمlar kelip قال قرش كي إنجنر kelip bu bina işlerken ganjanın sütümanda gelmezse aslında buluş gerekti deyilgan bunda bahalığa şurap qasa çoğu kelip bina deyiş gerek Fakila fil mezhebi adlan bundan da şu injinerden ikisi buluş gerek ravarsı adamdan değil pektu وقيل لا يشتر في ذلك العدالة ولا العدد ولا الإسلام. بعضهم aslında injiner de İslam boz buldu. Kafir olsun mu, fasık olsun mu, ayol injiner olsun meyle demek. Birisi olsun buldu demek. Valla adet digine birisi olsun buldu demek. وكذلك الحال إن اختلفوا في كونه مؤثرا في القيمة. Bu çek bağ mesela bu hamda. Lakin bu çak ürünün bahasını töltütemeydi o. Bahasını tasir etmeydi de talaş qasımı şunda depti. وفي كونه أيضا قبل أمد التبايع أو بعده يق من ستبوغن نكين بلطبو دسا يق sende erişte ilgili baken bu evde ıhlatış qasımı şunda bir taraf kılınmaz demekçi. Yani şu ihtisas ilgisi bunda qarab bu falan çağda ötken yıldan takip ba kaşınken bu deyişi mümkün. فإن لم يكن للمشتري بينة حلف البائع أنه ما حدث عنده. Yani müşteri ona hiç kanda ya güvaç yokken ya ki ihtisas ilgisi kilip bu falan çağda ba etken depremgen bunda ahvalda el yeminu ala men enker degan qoida bo'yicha satqıchi qasam qilib turdi. Yo'q, men satgan chaqda bu chataq yo'q deb qasam qilib turdi. Va illam takun lahu bayyina, sizga nima? Xatoga o'xshaydi bunda. İkincisi lam takun bo'lsa. Fa illam yakun al-mushtari bayyina halifa al-bai'u annahu ma hadatha indahu wa illam takun lahu bayyina ala wujud al-ayb. Ma'amda illam takun lahu bayyina ala wujud al-ayb kan, ha? Ma'amda şu ayıp ba yok deganda ba deydigan bir ispat yok ekan bunun. Qarasa yo'qdak. Qani bu ayıp qanalsa isbotlanmaydi. Lekin ayıp ba deydigan. Bu ibora to'g'ri degan taqdirda. Yani ayıpning baliqi dalil yo'q, bo'lib qoldi hozir. Bu hudud emas. Hudud al-ayb emas, vujud al-aybqa dalil yo'q bo'lib qoldi demakchi. Lam yajib lahu yaminun alal-bay'. Bu ahvolda satqıchi qasam qilib turdi demaydi ekan. وأما إذا وجب الأرش أمدا مش يقرق أهوالدا بعض أهوالدا زقبز أرش واجب بولدو الأرش جن نيتاسا أش إيكلايق تلم شو لازم بولدو داب أش أرش تلاش شبوسا فوجه الحكم في ذلك أن يقوم الشيء سليما ويقوم معيبا bu eyipni qanda bağlayımızsa şu narsini saq altı bir bağlayımız. Mesela maşina desek saq altı bir bağlı. Sürülüp ketken halatda ya aynek çakılık halatda bir bağlasak ikisinin o'ttirik farqi şu eyipnin kımmeti buldu. Ve yurdul müşteri ma beyne dalik. İkisinin o'ttirik farqini qaytirib turdi. Fein vacibal khiyaru
Endi ixtiyorlik bor Maliki mazhabda. Lil mushtari al-xiyar dedi. Xiyar degani ya qo'lda ib qilish ya qaytirib berish ixtiyorligi. Bunda ixtiyorlik berilgan ya shunda ixtiyorlik berib hukm qilgan ahvolda quvima salatu taqwimat 3 qatim baholaymiz deb. Ash tovarni. Saq chaqda bir baholab, mush mashina saq holat o'zini ish qilganlar do'z manchpon. Ve takvimun bil aybil hadisi indel baya. Satqıçının kolda boğan eyibinin bir bahalap. Ve takvimun bil aybil hadisi indel müşteri. Setuvağıçının kolda peyda olan eyibini bir hesaplayımız. Mesela satqıçının kolda maşina sak 100 bin koyken. Satqıçının koldaki çağda bunun ya komutuyosu işlemeyken. Mesela bu işlemezlikten kıymetini açıp ol desek 2 bin koy. Hem de setuvağıçının kolga kirip boğandan keyin bunu aynek çakılıp kiripti. Bu aynek çakılışının pulunu açıp olsa mümkün. Mesela bunda bağlayımız deydi. فَيَرُدُّ الْبَائِعُ مِنَ الثَّمَنِ وَيُسْقِطُ عَنْهُ مَا قُدِّرَ مِنْهُ قَدْرَ مَا تَنْقُصُ بِهِ الْقِيمَةُ الْمَعِيبَةُ عَنِ الْقِيمَةِ السَّلِيمَةِ. Ne iken? Anın puluna, maşinin puluna mı tolep yapıyorsun ama? Yani kaytırıp birdi değil. Satqıçı maşinin pulunu kaytırıp verdi. Kaytırıp verdikken وَيُسْقِطُ عَنْهُ مَا قُدِّرَ مِنْهُ قدر ما تنقص به القيمة المعيبة من القيمة السليمة. Çıkısını otturduk şu. Sak bahalangan 100 bin koyuluk maşini bilen komuta setak diyen otur 1000 koy fark oldu mu? Setvaçının kolda 100 bergen enik çakılgan 1000 koyuluk eyip olsa şu 1000 koyunu aptalab 99 bin koyunu bir doğa demek çıkan. Mavamda qaytırıp bergen ahvaldı ki. Setvağıcı qaytırıp birasını tallasa munda buldu. Ve in ebel müşteri errat. Ya qaytırmayma, maşinanın men münirme. Raddal bâ'i'u minetten ma beyne kıymeti sahiha vel ma'ibenna. 2000 koy qaytırdı. Doğru. El-bâb-ı thani fi bey'al bara'a. Bara'a diyen, mesela günahsız ya ki eşkanda hatalık yok diyendek yapko. اختلف العلماء في جواز هذا البيع. جائز لقد لفظ قلده. وصورة أن يشترط البائع على المشتري التزام كل عيب يجده في المبيع على العموم. Bunun şekli kandalsa satqıçı çıksa üzerine ege setiş. Satqıçı teridağa kanda satqıçısı üzerine ege men egemez dep setişi var ama. فقال أبو حنيفة يجوز البيع بالبراءة من كل عيب سواء علمه البائع أو لم يعلمه سماه أو لم يسميه أبصره أو لم يبصره. أبو حنيفة رحمة الله عليه دبتو eybi çıkıp kalsa üzerine geldi. البيع بالبراءة setiş caiz. Bu eyip ne? Satqıçı. Eybi bağlılığını bilsin bilmesin. Açsın atımsın, köygen bolsun, kömegen bolsun. Kösesun Sarı diyen köy diyen bula o. La yubsır dese kömeni diyen bula. Tabi sarahı olan yani üzü kömepti bu. Yani şu maşini satkan çağda bu eyipini kömegen bolsun mu? Eyip çıkmasız üzerine gedepti. Ya ki ismini atımaptı, ya ki özü bilmepti. Bunda ahvalda caiz demek çıkan Ebu Hanife. Ve bihi kâle Ebu Thawr. وقال الشافعي في أشهر قوليه وهو المنصور عند أصحابه. İmam Şafii'den 2 xil söz kelgan. Yani bu 2 xil sözden ki qaysi jalliq Şafii mazhabda ise ma'dir fi ashhar qawlayhi ve huvel mansur ala inda ashabi degan bu emas. Aksi yani birisi shu jalliq qarash. Yani bu g'ayril mashhur desek to'g'ri chiqadi. Sana tahqiq kitobda balki asli yozib qo'ygan bo'lishim. La yabra'ul bai'u illa min aybin yurihi lil mushtari. Setvaçın köz koyap, muş eybi var mana. Bunun başka eybi olsa, men egemez diyen olsa, caiz emas de. Caiz emas. İlla min aybin yurihi lil mushtari. Köz koygan bolsa, Uçaqda caiz demek çok şeydi. uçaq beri olab ketdi deb. Ha? Köz koy muş eybi var. Bunun başka eybi men egemez dese, yana bu qutlanmaydı deb. Ama la yabra'ul bay'. Kösetmegende qutlanmaydı dedim. Caiz emezdi Şafii'nin giden şu. Ehinden kösetmese caiz emez Şafii'nin giden. La yabra'ul bay'u illa min aybin yurihil müşteri. Yurihil müşteri diyenler koyup durdular istisnanı. La yabra diyenler bir düşüneyle. La yabra diyen eyip'e igi buldu. İyi oldu. İgi oldu dedi. Yani müşteri sana igi de turanmay, özü igi oldu dedi. Fakat lamamda tatkan çağda ma eyip ba. Unudum başka eyip bulap kalsan igi diye ahvalda kösetken eyip bulap razı bulap ağan diken müşteri igi oldu. Onun gıdıpından kılanmaydı. Lakin unudum başka eyip bulap kalsa satqıçı igi buldu demek. Ve bihi kâle Thawri. وأما مالك فالأشهر عنه أن البراءة جائزة
mimma ya'lamul bai'u minal uyub. İmam Malik mazhabida neçhil qarash var. Lekin al-ashhar yoki al-mashhur bunda bara jaiz demoqchi ekan. Lekin tafsilat shirk tutdi. Yani İmam Ebu Hanifa'dak debdi. Ammo sal tafsilroq bayon qilib, o'zi bildigan ayiblarni jaiz. O'zi masalan buni ikki ayib bor deb bilgan bo'lsa, shu chaqda shart qilib, endi sotgan bo'lsa, o'zi bilgan ayibda hisob qildi deydi. Va zalika fi raqiq xassa. Bizniki jaiz mimma ya'lam. Sizniki lam ya'lammi? Tarixchilarning tazi to'g'ri emas lekin. Ibn Hazmning nususi bormi? Hazmda yo'q. Ibn Hazmning bunda ikki xil kelib qoptim. Annal bara'a jaizatun mimma ya'lamul bay'u min al-uyub. yoki mimma lam ya'lam al-bay'u min al-uyub. Buni o'zalik qarasam raqiq degandan onun qilib chiqmas. Bunda tar dairaga chegizibdan buni. Degan shu tar dairaga chegizsakmi hozir? O'zi bilgan aytmi, bilmagan aytmi? Qul so'z qilibdi. O'zi bildigan aytni ya turib baravindan oyib anda shartlashga olib satsa bo'lamdi demoqchi. Bilmaydi g'aybli deb turlar. İlla al-bara'a min al-haml fil jawari ar-ra'iat. Faqat lam qulning ishidamanda jawari ar-ra'iatda hamlni shart qilish, ya'ni qo'shqili yo'q, buni istisno qilyapti. Bu istisnodir. Istisnoning mazmuni ashunda Said Jamol dedekli bo'lib qolsa, qo'shqili yo'q degan ahvolda qo'shqili bog'lab qolsan ega degan ahvolda joiz emas demoqchi. Demak, raqiqda joiz edi-ku. Shu raqiqning ishida jawari ra'yatda hamla shart qilish nimasta joiz emas demoqchi. Kaynahu la yazu indahu li'idamil gharar fihi. Buningda noma'lumlik bak ig'ir bo'lg'achqa bu joiz emas mana. Jawari ra'yatda joiz emas. Ve yecuzu fil vuhshi. Saat ya kayna pas qadr qimmat yo'q dedeklarda jaiz. Ve anhu fi rivayetin thaniye. Bunun hikaye bir rivayette mesela meşhur dedik ko başta. Meşhur emas yani bir rivayette ennehu yecuzu fil raqiq vel hayvan. Raqiqda ve hayvanda hayvanni qatib qo'yapti. Ve fi rivayetin thalitha mustaqavli Şafii. Üçüncü bir rivayette bu üçüncü rivayet mu fi muqabil meşhur. Bu İmam Şafii'nin qarışı bilan o'xshash dedi. İmam Şafii'nin aşhar qavlay degan qarash, amaliyotda aşhar qavla emas bu. La yabra illa min aybin yurihi al-mushtari degandi. Ve qad ruya anhu anna bay' al-bara'ati inma yasihhu min as-sultani faqat. Ana bu 4-chi qarash İmam Malik. Çataqsi o'zing ega deb setish, o'sha hakimdan joiz bo'ldi. Boshqalar unda satsi joiz emas debdi. Nima uchun esa hakim deganimda ba'zi talashlar so'rab qolgan masalalarda talashlarni tutadigan huquq egasi bo'lg'achqa, bunga mushunda bir azochilikni beribdi. Ya'ni mushunda masala joiz emas deb ayiradigan kimda? Hakimda. Davonki hakim satsa maylamdi. Bilassan buldu degan qarashni tanlaga o'xshaydi deb maylaydi. وقيل في بيع السلطان وبيع المواريث mavam 5. qarash. Bu sultan anda satsa bo'ladi, yana bey'al mavarisda miraslarni setishda shunda satsa bo'ladi debdi. Miraslarni setish deganimiz, masalan bu setilgan tovar hozir miras. Masalan bir uy ya bir qo'l masalan. Bu miras deb ma'lum bo'ldimi? Bunda bo'lsa-mu shu bey'al bara qilib satsa bo'ladi dedi. Nima uchun bu mirasni bunda xasni qo'ydi desa, miras ishida ba'zida chataq chiqib ishlaymiz. Miraslar keyin uning boshqa bir mirasxo'r chiqib qoladi. Nima? Ya'ni da'vatchisi chiqib qolgan bir ishli bor. Uyni sotgandan keyin bu yerdan nimaning bir tuqqini chiqib qolib, meyitning bir tuqqini ya bir balasi paydo bo'lib qolib, burun uxulmagan balasi. Nima qilsa, "Meni haqqim bor" deb chiqishi mumkin. Bunda miras ekanligini bilib turib miras emas bu. Lekin keyin chataq chiqsa, meyitning yana bir varisidan biz paydo qilib, "Meni haqqim bor" deb bosh og'ritsa, o'zing egamsa desa bo'ladi demoqchi. Ve zalika min gayri an yashtarital bara'a. Qanday gap bu? Hozir shu ishtiratul bara'a so'zisini joiz da'atdan min gayri an yashtiratul bara'a debdi. Bara'ni ishtirat qilmasa buning kirmaydi-ki bu. Saadetlik so'zi bo'ldi. Saadetlik so'zi bo'ldi. Ishtiratul bara'a qilmasa bara'a nimasi bo'lmaydi-ku. Bara'a so'zi emas, bu normal so'zi bo'ldi. Ve hücceti men ra'al qavla bil bara'ati alal itlaq. Bu kim? Abu Hanife. Ennel qiyam bil ayb. Ennel qiyam bil ayb degan, al bara'a min al uyub demekçi. Hakkun min huquqil mushtari qibal al bay'. Al qiyam bil ayb hakkun min huquqil mushtari qibal al bay'. Ay tovarning aybdan xoli bo'lishi sotquchininki mushtariga qarta ado qilgan xaridorning haqqi deydi. Yani xaridor pulni to'liq topshirdi-mi? Topshirgandan keyin do'konchidan ayb yo'q, saq tovarni topshirib olish haqqi bor. Fa'ida asqatahu saqata. Bu haqni o'zi maydab tashrif qilsa, shuritib qilsa, bu haq chiqib ketadi deydi.
Asli sodda shu setva uchun biz saq tovarni topshirib berishak bor. Endi bu chataq chiqib qolsa, qaytirib akildiga ishlatdi. Lekin endi bara qilgan chaqda men qaytirib akelmayman chataqchisimi. Tamam men o'zimga deb o'zining qaytirib akilish haqqidan tanazul qildi bu. Qilgandikan mushunda tushib ketishi nima qiyos qilmaysa aslu sairul huquq al-vajiba. Boshqa har qanday haqqidan tanazul qilish bo'ladi, bo'ldi. Mush haqqidan tanazul qilish bo'ldi deb qiyos qildi qoldi. Al-qiyam bil ayb degan aybdan xoli bo'lasin. Ayblik bo'lsa ham turib birashmasdan. Asli saq topshirilish haqqi. Endi chataq chiqsa qaytirib birish haqqi var deydi. Ayb vakan deb apirish va qaytirib biraman deyish o'zining haqqi deydi. Ve hüccet men lem yücizhu alel itlaq kat'i caiz emas deganlar bu İmam Şafii bulamda. Enne dergi min babil gharar fima lem ya'lamhul bay'. Satqıcı üzüm bilmegen eyip bulab qilib, eyip chiqib qolsa, o'zan ega desa, bu noma'lumni qildi deydi. Ve min babil g'abni vel g'ishshi fima alima. Bilgan eyip bulab qolsa, xaridani gullatgan bo'ldi. Saxtalik qilishgan bo'ldi. Va lidalika ishtarata jahlal ba'i malikun. Bunda g'ishlab qilish jihatdan Imom Malik as-sadqchi ash aybni bilmasa undan joiz bo'ldi dedi bir qarashdan ko'rsa. Nima lam ya'lamu deb o'zgartiramiz. Bilsa bu g'ishlab qoldi deydi. Va bil jumlati fa umdati Malikin ma rawahu fil muwatta'i anna Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuma İmam Malik'ninki tayangan delili bunda bir eser var ki. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma ba'a gulaman lahu bi 800 dirhemin ve ba'ahu alal bara'a. Mujunda şartlik setip çıkan. Sataqçısı özenge deb setip çıkan. Faqala allazi ibta'ahu li Abdullah ibn Umar, bu setib olgan kishi, bu satqıcı bo'lgan Abdullah ibn Umarga debdi. Bil gulami da'un lam tusammihi. U qulda sen demigan bir ayb bor ekan. Demak, ayb chiqsa o'zingga deb satdi. Ki ayb paydo bo'libdi-ken, ma aybni sen demigan ayb chiqib qoldi deb ko'tarib keldi. Faqtasama ila Uthman faqala rajulu ba'ani abdan wa bihi da'un lam yusammihi. Kesilva bir qulni ma setibdi, ma demabdi buni deb turibdi. Asli chiqqan bo'yicha qanday bo'lish kerak-da? Qaytirish kerak. Ya qaytolmayamdi, bo'ldi deyish kerak-da. Bara bo'lgan ekan, lekin bara bo'lmasa qaytirib kelibdi, lekin bara degan ekan aslida noqmas kerak. Lekin ma vaqalikda bu odam shunday debdi. Vaqala Abdullah bi'tu bil bara. Bara bilan sadqa o'zi yitdi nima chiqsa, men shunda sadqan deb turibdi. Faqada Usmanu ala Abdullah an yahlifa. Shundan Hazrat Osmon da hukm chiqibdi. Abdullah qasam keldi debdi. Mindas laqad ba'a al-abda wa ma bihi da'un ya'lamu. Men satqan chaqda bunda ayb borligini, bir kasallik borligini bilmay satqandan deb qasam ichamiz debdi. Fa aba Abdullah. Abdullah qasam ichkili olmabdi. Fa aba Abdullah an yahlifa wa irtaja al-abd. Buni qasam ichi jumay deb u malni qulga olibdi. Ya'ni qulni qaytirib olibdi. Pulni qaytirib berdi. Mushu bir vaqalik hamda. Buni Bayhaqi rivoyat qilgan. Imom Malik rivoyat qilgan. Ha? Ya'lamu. Şu bildiğin bir kesel yok demek ki. Ma bihi da'un. Leysa fihi da'un ya'lamu demek. Manada Abdullah ibn Umar'ın şu kesel bağlılığını asli bildiğinlik nimesi var mı onda? Ya qasam qilib uni muallif. Siz bilmaydikan, lekin qasam qilgan olmasdan bu qasam ichib bundan yaxshi emas. Qasam ichishdan siqilib bo'ldi aklar qaytiradi degan bo'lsin. Lekin endi ana bi'atu halal bara degandan baraatniki joiz chiqdi. Lekin endi hozir vajillar va Hazrat Osmonning hukmida. Hazrat Osmon bilamtin bilmamtanda bilmaydiganligini qasam qil degani, bilsa unda bilmasa unda degan bo'ldi demak. Bilsa joiz emas. Bilmasa joiz. Bilsa uni qo'yayotganlikda iborat degandekman. İmam Malik'in so'g'on ekan bu. Ha, Imom Malikning dalili. Imom Malik Muwatta'da rivoyat qildi, Bayhaqi ibn Abi Shayba rivoyat qildi. وروي أيضا أن زيد بن ثابت رضي الله عنه كان يجيز بيع البراءة. مش زيد بن ثابت من ده بيع البراءة جائز ده رواية قلنغان يعني bu جائز gene Abu Hanife del buluş mümkün ha ama İmam Abu Hanife del buldu lekin bu leysa bir sabit yani sahih yoluyla ispatlanmagan Zeyd bin Sabit. O sahih buluş gerek. İmam Malik Muwatta'da rivayet kılını sahih İmam Şafii'nin delili yok dedi. Endikleşim. İmam Şafii'nin üstüne
deb o'tdi emasmi? Imom Shofiyning ko'z qarashi buningda bilmay sotgan bo'lsa g'arar. Ha, g'arar va g'ishva. Sotgan bo'lsa g'ishvat. Bu anda aqli dalil bilan nuqta. Endi mushu vaqalikda Hazrat Osman hukm pishib qo'ygan ash xirida Zayddan Sabitda deb kelgan ba'zi rivoyat. Abdullohdan qulni setib olgan kishi kelgan Zayddan Sabit. وإنما خص مالك بذلك الرقيقة لكون عيوبهم في الأكثر خافية. نمشن إمام مالك بالرواية في الرقيقة خاصة دب قيدelse çünkü ulardaki eyip köpünçe ahvalda mahfi buludu deydi. Bazısının bilgili olmaya kaldığı ahvalı var demek için. Keyin malum bulduğun. Karaplan bilgili olmaydı. Ve bil cümleti khiyar radd bil aybi hakkun sabitun lil müşteri. Yani umuman kılıp etsek eyip çıkıp kalsa khirida onu kaytırıp bir şakkı var. umuman. ولما كان ذلك يختلف اختلافا كثيرا كاختلاف المبيعات في صفاتها أن bu eyiplardır. Qarasaq bu tavarlı şunda her xil tavarlı var. Bir-birinden farklı. Bunda bolğan ki eyiplar nuqsanlımı neçe min derece her xil bolup ketedi deydi. Davan ki vacaba idattafaqa alal jahl bihi alla yecuz. Bunu bilmeptikenmiz deb ikkilaydan zati bilmaganligini muayyanlashtirsa bu jaiz olması kerak deydi. Yani o şu Bible barama jaiz olması gerek. ولما كان ذلك يختلف اختلافا كثيرا كاختلاف المبيعات في صفاتها وجب إذا اتفق على الجهل به. Yani satqıcı bunu bilmeptiken, satqıcı mı mesela bilmeyttin, ağıcı mı orası bu bilmeykendir, ittifak yapıp kalan takdirde ella yecuz. Bu beya bil bara'a caiz olması gerek demek. Asluhu idha ittafaqa ala cehli sifatil mebi'il muathirati fi'l-thaman. Bu nüqes kutu olsa, aşı tavarninki bahasıga ta'sir ko'rsatgan bir sifatini aniq bilmay qolsa joiz bo'lmaydi. Bundan keyin buningdan bir ayib bo'lib qolish ehtimoli bor. Bu ayib bahoga ta'sir ko'rsatadi. Buning boyligini aniq uqmaydi. Bundan keyin bu xuddi bu tovarning haqiqiy sifatini aniq uqmagandek bir g'uvoliq bordek masala deydi. Bundan keyin bu bayal baraa joiz bo'lmasi kerak deydi. Yani bir xil qarang'ulik, bir xil tavakkulchilik bor buningda deydi. ولذلك حكى ابن القاسم في المدونة عن مالك أن آخر قوله كان إنكار بيع البراءة. معنى كترب إمام مالك آخر qarashida bel bara jaiz emas degan rivoyat mi kelgan. Buni Ibn al-Qasim Mudawwanada rivoyat qilgan. Ibn al-Qasimdan Sahnun so'rab yozgan kitob. Nima? İlla ma khaffafa fi sultan. Faqatlamda hakim başında mailda banda setvetken bo'lsa mail deymiz dedi. Yani hakimning ishi o boshqa bo'lganlikdan. Ve fi qada' duyuni khassa. Yana qazni to'lash masalasida salam mail degandek bir ish bo'lib turadi Imom Malikning. Bundan başka, yani sultanın setishi bilan qada düyün meselesidan başka meselede beyl bara jaiz emas degandek qarash oxirgi qarash shu dedi. Ve zahaba Mughira min ashab Malik. İmam Malik'in şagirdlaridan birisi Mughira ila anna al-bara'a inma tajuz fi ma kana min al-uyub la yatajawazu fiha thuluthul mabi'a. Ayib üçten birden halkımıgan tavarlarda beyl bara'a kılıp nukisa meyle. Peki eyip üçten birden halkı belkendik ilam o beyl bara'a mı kalkınmaydı demek ki. Çünkü adamın ziyandaki eğir olup gidiyor da. Vel bara'atu bil cümleti innema talzamu andal qailine bil şart. Yani umuman bara'a, yani şartlı bara'a kılıp sattım ha. Bu çağda bu kaçan mı şey hesap buldu dese, şartlaşsa mında buldu, diğerlerinin nazarda hesap buldu. Yani idashtarataha beyal bara'a minal uyub da şart kılıp satkan bolsa şu çağda hesap buldu. İlla beyaz sultani vel mevarit ende malik fakat. Beyaz sultan vel mevarit şartlaşmışsın. Onun xudu qaytaranmaydı degandek yapma. Yuqorida bir kadın dedi bunu. Ve zalika min gayri an yashtaritul bara'a degan gap shu. Sultan satgan narsani shart qilmasmi qayta olmaydi qanday olib qasdini. O'zligidinla yuridi. فالكلام بالجملة في بيع البراءة هو في جوازه وفي شرط جوازه. Endi beyl barada deyilgan gaplarni xulosalaydigan bo'lsak, boshda bir joiz mi, joiz emas deganda uni to'xtalishni ama va fi sharti javozihi. Ham joiz bo'lish uchun nima sharti ba'zi raqiq bo'lish kerak dedi, ba'zi sultonning, ba'zi uning buning degandek gaplar bo'ldi.
Ve fima yecuz min al-uqud vel mebi'ati vel uyub. Qanda to'xtamlarda, qanda tovarlarda, qanda ayıplarda buldu dese, bazı şu kul deb baktı, bazı hayvanını qatib baktı. Şunama? Ondan uyub içidanmi sulh deb bakqanlı buldu. Bilgen, bilmegen deb ayırganlı buldu. Ve limen yecuzu bis şarti av mutlaqan. Qanda kişilerge şart qilsa jaiz buldu ya mutlaq jaiz olamdı degende İmam Şafii mi istisna qildimi? İlla min haythu yurihil müşteri deb baktı. Bazılar bilgen bilmegen deb baktı. Ve hadi kulluha qad taqaddamat bil kuvveti fi qawlina fa'lamhu. Buların hammasi şu biz yuqori degan gaplarda tabii o'tib ketib bo'ldi demek. Yani deyilib bo'ldi demek. Bil kuvvet degan ash gapning ichida zodi o'zicha olib bo'ldi buni deydi. El cümletu thaniye fi vaqti damanil mebiat. Aşı satqan narsaga mas'ul bo'lash vaqti deydi. Satilgan tovarlarga mas'ul bo'lash vaqti. Mas'uliyat qachon davomlashadi, qachondan tortib qarshi taraf mas'ul bo'ldi degandek. Vaqtalafu fil vaqtilladi yadmanu fihi al-mushtari al-mabi'a anna takunu khasaratuhu in halaka minhu. Xarida qachon shu tovarga egolab, mas'ullab agar u narsa bir ish bo'lib qo'ldan ketib qoldi emas, ziyon qachondan tortib shu nimaga bo'ldi, sotquchiga bo'ldi, setvoqchi bo'ldi, qachongacha sotquchiga bo'ldi degan masala ixtiloflashib qoldi. Anna degan masala mata takunu khasaratuhu, ya ayna takunu khasaratuhu demoqchi. فقال أبو حنيفة والشافعي لا يضمن المشتري إلا بعد القبض. Yani kulluğu tapşırıp ağandan kim? Andın ziyan müşteriye buldu. Mesuliyet şunun ötüzgen gel. Ve emme malikun felahu fi zâlik tafsil. İmam Malik yani tafsilat kirketti. وذلك أن المبيعات عنده في هذا الباب ثلاثة أقسام. بيع يجب على البائع فيه حق توفية من وزن أو كيل وعدد. Bu tovarını bir neçik bo'libdi. Tovarni 3 qism bo'libdi. Birinchi qismi, masalan bir savdo var. Sotquchi ash tovarni to'liq topshirish kerak deydi. Haqqi tavfiya degan, tavfiya ya'ni to'liq topshirish. To'liq topshirish kerak. Jinglab biramdi, kamchilik biramdi, sanab biramdi, to'liq topshirish kerak. Ve bay'un laysa fihi haqqi tavfiya. Yani bir savdo var, uni to'liq topshirish yo'q uningda. U qaysasi va juzaf. Uni sanab bunda to'liq bo'ldi, bu degilmaydi. Ko'z mo'lchari bilan shunda taxminan olgan narsa. O mala yuzan yoki jinglolmaydigan narsa bor. Hozir tashnimi jinglaydi-ku, lekin endi bir jinglolmaydigan bir narsa bo'lib qolsa, yo bir daraxt masalan. Yani tasavvur qilsa, jinglolmaydigan narsa ekan. Wala yukal kamchilligi bo'lmaydigan, wala yu'ad sanag'il bo'lmaydigan. Bu shu juzaf shu. Juzaf narsa bo'lsa, shunday qiyilmaydi. Juzaf bo'lsa, shunday qiyilib bo'lmaydi. Ya qiyilib bo'lsa, juzaf bilan savdo bo'lib ketgan narsa. Fa amma ma kana fihi haqqu tawfiya, to'liq topshirib berishi kerak bo'lgan narsa bo'lib qolsa, fala yadul mushtari illa ba'dal qabd. Ya kamchillab, ya jinglab va sanab olgandan keyin, quliq topshirib olgandan keyin, ondan u mas'ul bo'ldi. Ziyoni shu ekan. Bu jumhurning qarashi. Mava haqqi tavfiya bo'lgan narsa nima? Ya jinglab ya kamchilab ya sanab turgan narsa. Buni topshirib oldi. Jinglab bo'ldi, topshirib oldi. Sanab berdi, topshirib oldi. Topshirib olgandan keyin shu xarida quliga oldi-ku malni. Xarida ega deydi. Ma juzatning gapi emasmi bu? Va amma ma laysa fi haqqi tavfiya, endi juzatning gapi endi keldi mana. To'liq topshirib bergilolmaydigan narsa. Lekin ko'z oldimizda bor shu, ha? Masalan, bir duva oshliq bor. Bir duva oshliq. Ya bir duva pul masalan. Bunday narsa. U ko'z oldimizda hozir bor edi. Fala khilafa fil mazhab anna damanuhu min al-mushtari wa in lam yaqbidu. Ko'z oldida bog'lab, uni jinglab da sanab o'tkazib qo'ymaydi. U shunda juzafi tutishgan ekan, ay turqi shundan shuni hisob qilama. Yani uni jinglab o'tamiz, jinglsak jingligi bo'ldi. Masalan, bir duva qumni, bir duva oshliqni jinglaylik kamchalaysa kamchaligi bo'ldi. Lekin nima uchun kamchalaymiz uni? Chunki biz kamchalab olmagan. Shu mashinani ustlab olib kelsak bo'ldi. Davom ekan, bu ko'z oldimizda bor. Buni qanday qilish kerak esa, fala khilaf fil madhab anna damanu min al-mushtari wa in lam yaqbud. U topshirib olmasmi? Shunda oldida bo'lgan ekan, shu chaqdan tortib mas'ul bo'ldi. Qo'l topshirib olmasmi? Ve emmel mebi'ul g'ayb, yani ko'z oldida bo'lmagan, jiroq yerda bo'lgan tovar bo'lib qolsa, Fan Malik'in fidalga talat rivoyat, İmam Malik'te 3 xil rivoyat kelib qoldi. Mesela baş şahidlik bir o'yin setish, mesela. Ashharuha anna damana min al-ba' illa an yashtaritahu 'ala al-mubta'. Qarashning mashhurda İmam Malik debdi, bu sotquchining damanida bo'ladi. Faqatlam xaridorga shart qilib qo'ysa, o'zing egamsa deb qo'ysa ega bo'ladi deydi. Bo'lmasa sotquchining damanida turadi ekan. Qo'lga topshirib olgan qadar
والثانية أنه من المبتاع إلا أن يشترطه على البائع. إكنسي tam aksi ekan. والثالثة الفرق بين ما ليس بمأمون البقاء إلى وقت الاقتضاء كالحيوان والمأكولات. Üçüncüsü de onda tovarlarning turga ayırıptı. Milimni topshirib başlamasa deb talab qilgan chaqqa qadar saq taptilishi tazkunal xotirjam bo'lmaydigan narsa bor. Nimaga o'xshash? Mesela hayvanot va yemek-ichmakdek. Yemek-ichmak buzib qolishi mumkin, hayvanot o'lib qolishi mumkin. Iqtido degan shu talab demakchi. Akilan masalan og'am molni quloqni topshirib bering degan chaqqa qadar o'lib qolishi, yo'qolib ketishi mumkin, buzilib ketishi mumkin. Va baynama huwa ma'munul baqa. Qab qilishi xotirjam bo'ladigan narsa bor. Masalan, zimin deyli. Ziminni o'g'ri ko'tarib ketolmaydi uni. Yoki tovar bo'lishi mumkin. Masalan, yog'och, tosh, to'mi degandek narsalar buzilib qolmaydi. Bu ikkisini ayiramiz. Ma'noda bo'ldi, a'ni bo'lmaydi demakchi. Wal khilafu fi hadhihi al-masalati mabniun ala hal al-qabd shartun min shurut al-aqd. Yani ma masal ustiga qurilgan bu masalaga talashtirsa. Ala la hal al-mushqat. Yani kısmında mabniyun hal ala al-qabd debtken, lekin to'g'risi mabniyun ala hal al-qabd shartun min shurut al-aqd. Yani qo'lga topshirib elish mush aqdining shartlaridan bir shartmi emasmi degan masala ustiga qurilgan. Aw hukmun min ahkamil aqd yoki qabd qilish mush aqdining mutarattib bo'lib keladigan ahkamlarning birimi emasmi? Wal aqdu lazimun dunal qabd. Yani qo'lga topshirib olmasimi bu savdo hisob bo'lib ketib qolamdi degan masalaga chetishlar. Faman qala al-qabd min shurut sihhat al-aqd, shu sihhat al-aqd shurut sihhadan deb qarasa ya lüzumidan deb qarasa, aw kayfa ma shita, yani shu aqdining bir sharti deb qarasa, buni lüzumi, shart sihhadayli ya nima deb atsang atadaydi. Kayfa shita an tu'abbira fi hadha al-ma'na kana ad-daman 'indahu min al-ba'i' hatta yaqbidahu al-mushtari. Yani demek qabda bir türlük şart bu değilsilam, bu şartni qanday shart deb atadi? Shartul luzum, shartus sihha, nima deb atsan atag'in, shartlam deb qasa, u chaqda daman alal bai' bo'ldi. Xarida qo'lga topshirib olgandan keyin ondan o'zi mas'ul. Uninggacha sotuvchi mas'ul bo'ldi. Bu jumhurning qarashiga o'xshashadi. Wa man qala wa hukmun lazimun min ahkamil mabi'i wal bay'i. So'dining va tovarning ahkamlaridan hisoblab ketgan hukm bu deb qolsa, va qad inaqada va lazima. So'di bo'lib qoldi shunami? Hisoblab ketdi, lazima degan hisoblab ketdi. Bunda deb qarasa, qala al-aqdu yadkhulu fi damanil mushtari. Bu so'di shunda bo'lgandikilan bu tovar xaridaning qo'liga o'tib ketgan hisobda mas'uliyatida demakchi. Ziyon bu shuning bo'ldi debdi. وتفريق مالك بين الغائب والحاضر والذي فيه حق توفية والذي ليس فيه حق توفية استحسان. Yani aşında tefsili ayrışı neydi ibaret? İstihsan ibaret. Yani şeriatın ruhu. Takımı yaxşı mındak kısa. Takım obdan buldu, hukukunu qoğduğu oldu, hakkını qoğduğu oldu deb yaxşı deb qarashdan ibaret. Ve ma'nal istihsan fi aktar al-ahval wal iltifat ila al-maslahati wal adl. Yani istihsanning ma'nosi ko'pincha ahvolda shariat ko'zlagan masalih, kishilarning masalihi qo'g'dilib qoladi shunda. Adolat taqimo tiklindi deb qarab tanlashdan iborat bu istihsan. Ma'vamda Maliki mazhabidagi istihsan. Lekin Hanafi mazhabida qiyas aqvoga yo'tkalsa istihsan bo'lishi mumkin. Qiyasni tashlab qo'yib, uni kuchliroq bir dalilni tutsa istihsan bo'ladi. Bu dalil qiyas aqvo bo'lishi mumkin. Normal qiyasdan jalliqroq qiyas avlaviy bo'lishi mumkin, yani birisi. Yoki bir asar, nas bo'lib qolishi mumkin. Wa dhahaba ahlu adh-dhahir ila anna bil aqd yadkhulu fi daman al-mushtari wa fi ma ahsib. Zahirlama shu savdo qilgandikilam bu tovar xaridaning qo'liga o'tib ketadi deb qaraydi, o'ylashimcha. Va umdatu man ra'a zalika, yani savdo qilish bilan mushtari hisob bo'lib ketdi deganlarning dalili ittifoq ala anna al-kharaja qabla al-qabd lil mushtari. Mana qo'lga topshirib erishdan burun ash tovarda biror foyda manfaat hosil kelib qolsa, kimga hisob bo'ldi? Mushtariga hisob bo'ldi. Undan ekan ziyonmi mushtariga hisob bo'lish kerak demakchi. وقد قال صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان الغرم بالغنم. Savdo qilgandikilan buning foydasi kimga bo'ldi? Masalan bir qo'yni savdolashdik. Qo'yni taqib ketmadi, lekin savdolash bo'lib topshirib agarchi orliqda bu qo'ydan masalan ya mayoq chiqibdi, ya chiqibdi, ya joni chiqibdi masalan. Bu narsamiz kimning mulki bo'ldi desa, xaridaning mulki bo'ldi demakchi ekan.
Bu mulk olgandan keyin ziyanmi shuningga bo'ldi demoqchi. Bu bir qiyos. Lekin bu qiyos qilishda hadis kitobini turib qiyos qildim. Va umdatul muxalif kimda? Shu jumhur, hadisi Attab ibn Usayd anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam lamma ba'athahu ila Makka qala lahu mush Attab ibn Usaydni Makkaga vali qilib avatgan, ya'ni amir qilib, Buni debdikan, inhahum an bay'i ma lam yaqbidu. Yani qo'lga topshirib olmagan narsadan setishdan to'sqin ularni. Va ribha ma lam yadmanu. Yig'ilmagan, mas'ul bo'lmagan narsaning foydasini olishdan to'sqin degan. Bu bir asarimda yoki hadis. Muhammad ibn Hasan al-Athar degan kitobda rivoyat qilgan. Boshqalar rivoyat qilgan, lekin ojiz hadis. Bu ojiz hadis olgan bilan bular dalil bo'la oladigan. Sahih hadis bor. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam naha an bay'i ma lam yadman. Sahih Muslimga hadis bor o. Bo'ldi. Men o'rniga hadisni almashtirsak-lam bu jalliq chiqdi. Vaqat takallamna fi shartul qabd fil mabi'i fi ma salaf. Nimagamda mush qo'lga topshirib elish sharti haqida biz so'z qildik. Va la xilafa baynal muslimin annahu min damanil mushtari ba'dal qabd. Musulmon olimlar hammasi birda qaraydi dedi. Ixtilof yo'q ularda. Qo'lga topshirib olib bo'lgandan keyin shu xarida setib oluvchi shu eganing. Asosan umuman demoqchimda, faqat ba'zi bir tafsilotni hisob qilmagan. Imom Ibn Hazmning Zohiriyning nisni hisob qilmagan chog'da asosan hamda fuqal amsar qo'lga topshirib olgandan keyin ondan shuni mas'uliyatiga o'tadi deb qaradi. Illa fil uhdati. Mana faqat lam uhda masalasida Imom Malik ahna deb turgan. U Imom Malikning o'zining ayrim bir masala demoqchi. Val jawaih degan ofatlar. Bu jawaih bilan uhda masalasini istisno qilib turib desa qolgan masala asosan xarida qo'lga topshirib olsa ondan mas'ul bo'ldi. Uninggacha mas'ul bo'lmaydi, ziyanni to'lamaydi deb qaraydi deydi. وإذ قد ذكرنا العهدة فينبغي أن نذكر ها هنا الجوائح. العهدة biz to'xtalib bo'ldik. Javoih haqida to'xtalaylik. والله أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.